Assalomu alaykum YouTuberlar. Sizlar bilan birgalikda Holitech. Bugun sizlar bilan birgalikda 0 dan 90 kun ichida 1600 dan oshiq daromad topgan kanalni obzorini qilamiz va uni yo'nalish haqida to'liq ma'lumot berib ketaman. Foydali videolar uchun albatta videoga like bosing va siz bundan foyda ko'rgan bo'lsangiz, do'st sizga tanishlaringizga videoni ulashib qo'yinglar. Kimda kim kanalga obuna bo'lmagan bo'lsa, hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'lmasdan kuzatishga uyalmaysizmi? Demak, boshladik do'stlar. Xo'p, hozir ko'rayotgan kanalimizda 4 milliondan oshiq prosmotr olgan. Bu 90 kun ichida bo'lgan holat. Va umumiy hisobda kanalga 18 mingga yaqin podpischi kirib kelgan va kanalda 1665 dollar pul bor. Sirazi bu narsani fake emasligini isbotlash maqsadida biz buni o'zbek so'miga o'tkazib ko'rsatamiz. Umuman olganda 90 kun ichida 0 dan kanal ochish 90 kun ichida 20 million so'm pulli ishlab topilgani haqida ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi do'stlar, hozir sizlar bilan birgalikda bu kanalni auditoriyasini ko'ramiz. Ya'ni qayerlardan bu nishani kuzatisharkan ekan. Xo'p do'stlar, ko'rayotganinglar bu kanalning auditoriyasi Indoneziya 15%, Vyetnam, Hindiston va Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiyadan ko'rishyapti va hozir endi sizlar bilan birgalikda bu kanalga soat nechida video yuklash kerak, bu haqida gaplashib o'tamiz. Ko'rib turganinglardek, bu O'zbekiston vaqti bilan ko'rinyapti. Dushanba kuni, hop, bu yerda ertalab soat 8 da video yuklashni boshlasa bo'ladi. Eng pikoviy vaqti 16:00 ga to'g'ri kelyapti. Demak, agar siz kuniga bittadan video yuklaydigan bo'lsangiz 16:00 da, ikkitadan yuklaydigan bo'lsangiz, ertalab soat 8 da bitta yuklab, keyin ikkinchisini 15:00 da yuklasangiz maqsadga muvofiq bo'lar ekan bu nishada. 1000 ta prosmotrga qancha pul to'layotganini ko'rishingiz mumkin. Hop, bu yerda dohod bo'lmay o'tadigan bo'lsa, 1000 ta prosmotrga 2960 so'mdan ko'rilyapti va bu yerda jonli efir ham qilingan. Jonli efirda har 1000 ta prosmotrga jonli efirga 12400 so'mdan to'layapti. Demak, bu kanalda ham jonli efir qilingan, ham katta video qilingan va umumiy kanaldagi videolar katta video formatiga kiradi. Endi bu nisha qanaqa nisha? Demak, diqqat qilinglar. Xo'p, sizlar ko'rayotgan nisha ASMR testing deb ataladigan nisha. Ko'rayotganinglar mana bu shorts videolar va bu nishada bunaqa katta videolar ham qilsa bo'ladi. Xullas, ovqat yeb o'tirganini videoga olib qo'yadi. 1,5 milliard so'm pul ishlab topgan kanalda to'liq obzorni qilib bermoqchiman. Kanalning umumiy daromadi 193 million prosmotrga 1 milliard 478 million va eng ko'p bir kunda topgan puli 20 million, 20,5 million pul topyapti bir kunda. Bir kunlik daromadi shunaqa bo'lgan. 10-may kuni 20,5 million pul topgan. Jami 1 milliard 478, bir oyda, may oyining o'zida 423 million so'm pul ishlagan. Aprelda 236 million, iyunda 200 million, iyulda 123 million, xullas shunaqa ishlagan. Endi mana shu joydan boyagi pulini ko'rib olsak bo'ladi. Mana qo'shib turib taxminiy daromadini qo'yib ko'rsataman. Xo'p, eng ko'p to'laydigan mana Amerika Qo'shma Shtatlariga bekorga AQSh demaymiz. 386 million so'm pul Amerikadan kelgan. 9 million prosmotrga o'zingizlar bemalol bo'lib olsanglar bo'ladi, qanchadan tushyapti 1000 prosmotrga. 9,5 почти 10 million prosmotrga 386 million pul beryapti. Keyin Germaniya, Hindistonga mana 28 million prosmotrga 96 million. Shuning uchun Amerikani ko'proq nima qilish kerak? Bu alyan nishasi o'zi Amerika uchun-da. Va yana bitta kanal ko'rsataman. Bu kanal sun'iy intellektda qilingan kanal 341 million pul topyapti. Hozir ham kanal monetizatsiyasi bor. Ko'rishingiz mumkin, monetizatsiyasi bor. Hozir ham ishlayapti. Statistikasiga kirib ko'rsataman mana. Hozir ham oyiga 5 million, 6 million ishlayapti. Jami 341 million pul topyapti. Mana eng ko'p to'lagan iyul oyida to'lagan 166 million, keyin avgustda 104 million, keyin kam-kamdan to'lab shu darajaga kelgan. Yanaga bosib turib, buni ham daromadi taqsimotini ko'ramiz, tatbiq qilamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda ham AQSh yetakchi o'rinda turadi. 2,5 million prosmotrga 91 million so'm pul to'lagan AQSh va boshqa davlatlarni ham ko'rishingiz mumkin. Mana 27,300 dollar bu akkauntda 116,800. Hop, 143,846 dollar bo'pti. Endi buni
$1,846 konvertatsiya qilamiz. Dollar to so'm qilamiz. Mana 1 milliard 748 million 486 ming почти 1 milliard 800 millionga yaqin pul topyapti. Mana shu ikkita YouTube kanal. Ko'rayotganinglar $17,000 ga yaqin pul topgan va bu kanal 2024-yil 15-dekabrda ochilgan va hozir kungacha 13 oy 14 oy bo'lyapti va kanal $17,000 pul topgan. Va hozir bu kanalda eng ko'p topgani bir kunda $409 ga yetgan. Xo'p, mana shu joyda diqqat qilasizlar. Buni o'zbek so'miga o'tkazib ko'rsatib ketaman, sababi har xil haterlar bo'ladi. O'zbek so'miga o'tkazib ko'rsatib ketmasdan. O'zbek so'miga o'tdik. Aktiv juda ham kam bo'lishiga qaramasdan, hozirgi kunda kanal уже 15 million prosmotrga 219 million pul topgan. Va 40 mingdan oshiq obunachi, ko'rishingiz mumkin, xuddi shunaqa kanal. Xo'p, endi bu yerda bir kunlik daromadini o'zbek so'mida ko'rsatib ketaman. Mana 5 million 307 ming so'm bir kunda. Kimdir bu pul ishlash uchun bir oy 30 kun ishlaydi. Siz esa buni Amerika YouTube'da kuniga bitta video yuklab mana shunaqa natija qilishingiz mumkin. Xo'p, endi men yana qayerlarni ko'rsata olaman sizga. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan joyim auditoriya bo'limi. Ya'ni Amerika YouTube'ga soat nechida video yuklashi bo'ladi. Ya'ni buni ishiga ko'rishingiz mumkin. Men sizlarga ko'rsataman. Xo'p, ertalab soat 7:00 dan aktiv bo'lishni boshlar ekan bu nishani auditoriyasi. Va ko'rayotgan bo'lsanglar, kechki soat 19:00 da juda ham aktiv bo'ladi. To'q pushti joyda bu YouTube kanali o'sha ko'radigan insonlar juda ham aktiv bo'ladi. Va pastroqda yana qo'shimcha ma'lumotlar bor. Jinsiga keladigan bo'lsak, уже 53, почти 54% ayollar akkauntidan va 46% erkaklar akkauntidan ko'ryapti. Va yoshlarga keladigan bo'lsak, vozrat 25 yoshdan 34 yoshgacha 45%. Bu degani aynan 25 yoshdan 34 yoshgacha bo'lgan ayollar uchun yoki erkaklar uchun qilinadigan ish emas, buni ularning farzandlari ko'radi. Amerika YouTube'da eng asosiy yosh 3-4 yosh hisoblanadi. Buni esingizdan chiqarmanglar, sizlarga foydali ma'lumotlar. Va bu tarafda tip ustroysi, ya'ni sizning videolaringizni qayerdan ko'rishadi? Mobil telefondan 51%, televizordan 31%, planshetdan 15%, kompyuterdan 12% bu kanal ko'rishgan. Va eng asosiy joyi mana bu joyi hisoblanadi. Tip region. Ko'rishingiz mumkin, Amerika Qo'shma Shtatlari shu kanalni 10% ga ko'radi. Endi mana shu joyiga diqqat bilan e'tibor beringlar. Podrobniga bosamiz va sizlarga ajoyib joyini ko'rsataman. Ko'rayotganinglar Amerika Qo'shma Shtatlaridan 1,5 million prosmotr olgan va buning uchun bu YouTube bu kanalga qancha pul to'laganini ham ko'rsatib ketaman. Xo'p, bu yerda dohod bo'lmay kiramiz va расчетный dohodga borib pinimatni bosadigan bo'lsak, bizga mana 1,5 million prosmotrga Amerika hududidan ko'rgani uchun bizga 100 million so'm pul bergan. Dahshat, qarsanglar. Va boshqa davlatlarni ham ko'rish mumkin. Indiya ko'pchilik aytadi, mana Hindiston bosib ketdi, u bu deydi. Ko'rish mumkin, Hindistonga ham albatta pul to'laydi, to'lamaydi emas. 1 million 400, почти 1,5 million prosmotrga mana Hindistondan ko'rsa 5 millionga yaqin pul to'layapti. Aynan shuncha prosmotrga Amerikadan ko'rsa 100 million to'layapti. 100 million qatta, 5 million qatta. O'shuning uchun Amerika auditoriyasi uchun ishlash kerak. O'shaning uchun bu Amerikan YouTube va boshqa davlatlarni ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Men ko'rsatib o'taman va o'zingizlar pauzaga qo'yib, bemalol o'zingizlar qancha pul topishingiz mumkinligini hisob-kitob qilsangiz bo'ladi. Uchta kanalni qancha ishlab topganini ko'rsatib beraman. Xo'p, ko'rayotgan kanalinglar ko'rishingiz mumkin $299 pul topgan. Buni sirrazi o'zbek so'miga o'tkazamiz. O'zbek so'mida 29 million 672 ming, ya'ni 30 million so'm pul bergan bu bitta kanal. Endi hozir maydalashib ikir-chikirigacha ko'rsatib o'tirmayman. Hamma kanallarni qancha topganini ko'rsataman va to'liq qancha bo'lganini hisoblab chiqamiz. 30 million. Va men keyingi kanalga o'tyapman. Navbatdagi kanalimiz 116 ming aktivda turibdi va sizlarga ko'rayotgan bo'lsanglar, oxirgi 28 kunda kanal $898, ya'ni $900 atrofida pul topyapti bir oyda. Endi bu kanalni hozir men to'liq o'sha 90 kunligiga qo'yib ko'rsataman. Kelinglar to'liq
qancha boshidan beri qo'yamiz. Boshidan beri kanal $12,780 pul topgan. Xo'p, endi buni ham o'zbek so'miga o'tkazib ko'rsataman. Xo'p, ko'rayotgan bo'lsanglar 161 million, narigi kanalda 30 million pul topilganda, buni ustiga qo'shadigan bo'lsak 191 million pul topyapti hozir ikkita kanal. Va davom etamiz. Bu joyda pikoviy qanchaga chiqqan? Kunligi 4 million 300 qanchaga chiqqan? 4 million 355 ming so'mga chiqqan bir kunligi. Va men hozir keyingi kanalni sizlarga ko'rsataman. Xo'p do'stlar, navbatdagi kanalimizda 268 ming aktivda turibdi va ularni daromadini ko'rishingiz mumkin. $987 oxirgi 28 kunda va men buni o'sha boshidan beriga qo'yib ko'rsataman. Bu $10,084 topgan. Buni ham sirazi so'mga o'tkazamiz. $124 million 347 ming so'm pul topgan bu kanal to'liq o'sha ochilgandan buyon. Ochilgandan buyon demaylik, iyulda. Iyul, avgust, sentabr, oktabr, noyabr, mana shu 5 oyda mana shu topilgan summalar 3 ta kanalda. Endi 3 ta kanalni hisoblab chiqamiz. 191 million bo'ladi. Boringlar, ana 195 215 315. Xullas 300 million pul. 3 ta kanalda 300 million pul 5 oyda. Nima uchun bu 3 ta kanalni obzorni qildik? Sizlarga bitta narsani tushuntirib ketaman. Qaranglar, kanal ochilganda martda ochilgan. 3-mart kuni ochilgan kanal. Va to'xtovsiz qo'yib kelingan. Kuniga hech qancha ko'rilmagan. Kanal kelib rekomendatsiya chiqishiga iyul oyida bo'lgan. Mart, aprel, may, iyun, iyul. 5 oy tinmasdan shunchaki harakat qilingan. Boshqa kanallar ham xuddi shunaqa. Endi agar sizda 1 oy, 2 oyda qanaqadir rezultat bomba bo'lmaydigan bo'lsa, bu degani sizning kanalingiz o'lik kanal degani emas. O'zi unaqa tushunchani o'zi yo'q. Bu joyda mehnat va yana mehnat. Ikkita mehnatning mevasi bu 300 million so'm pul. Boringlar, 1 yil davomida mana shu 3 ta kanalni 1 yil davomida yuritganingizda ham 1 yilda 300 million so'm kammi ko'pmi kommentariyada yozib ketinglar. Shunchaki adekvatni haterlik qilish kerak emas, maqtab paxta qo'yish ham kerak emas, bor gapni boricha yozinglar. 1 yilda 300 million so'm kimni qayerga tepib chiqadi. Endi ko'rayotgan bo'lsanglar, hatto bizda ham, mana menda ham, bizani boshqa o'zimiz shogirdlarda ham aktiv degan narsa mana bunaqa narsa bo'ladi mana. Chiqadi, vaqtida tushgan. Yana yuklaganmiz, yana chiqqan, yana tushgan, yana chiqqan, yana tushgan. Bizda nima bo'ladi? Bizani o'rgatuvchilar. Mana shu tushganda bo'ldi. Tarki dunyo. Dunyo ko'zlarga qorong'u. Bo'ldi, motivatsiya bo'ldi, yuklamayapman. Baraka topib ko'r, o'zingni rizqingni o'zing qirqyapsan, bo'ldi. Boshqa narsa demayman. O'shaning uchun har doim aytaman. To'xtagan yutqizadi. Bitta nisha tanlaylar, o'sha nisha bo'yicha dalgasrochni bosish kerak. Nishadan nishaga sakrash, to'g'ri, ustozdan ustozga sakrash normal holat bo'lishi mumkin. Misol uchun sizga qanaqadir xarakteri to'g'ri kelmasligi mumkin yoki chiqisha olmasligingiz mumkin, lekin nishadan nishaga sakrash bu ahmoqlik. Siz bitta nisha bu bitta kasb degani, bitta yo'nalish degani. Siz uni o'zgartiraversangiz hech qachon 102 bo'lmaydi. Va mana bunaqa sabr qilish kerak. Nima biz ahmoqmizmi? Nimaga biz 5 oylab sabr qilib video yuklaymiz? Buni yangi o'rganayotganlar qilmaydi. O'zi aslida YouTube misol uchun sinonimi bu sabr. Sabr har kun kontent. Bo'ldi. Bum. Mana bunaqa 100 million, 300 million pullar o'shanda keladi. Va bitta narsani yaxshilab tushunib olinglar. YouTuber hech qachon oyiga stabil pul topmaydi. Bu mutlaqo noto'g'ri va yolg'on gap. Misol uchun men 1 oy 4000 topsam, 1 oy 1000 topaman, 1 oy 10000 topaman. Bu mana shu kanallarning stabilligiga qaraydi. Lekin men
mana shu sohadan noyayotganim uchun har doim video qo'yaman, to'xtamayman. Men sizlarga hozir mana shu 3 ta kanalni miqyosida ko'rsatib berdim. Sizlar ham kanalinglarni ko'paytiringlar, yo'nalish emas. O'zinglarni azoblab, qiynab nima qilasizlar? Mana hamma biladi, meni kuzatadiganlar, men o'zim hech qachon qiynamayman kontent qilish bo'yicha. Mana shu videolarni bittasiga 1 daqiqa vaqt ketadi. 3 ta kanal yuritish uchun menga kuni bo'yi 10 daqiqa vaqt yetib ortadi. Qolgan vaqtni o'sha odamlarni o'qitish, ularning savoliga javob berish, qanaqadir uchrashuvlar va dam olishga ketadi. Mana shu hammasiniga erishish uchun to'xtamasdan mehnat qilish va harakat qilish kerak. Hozir sizlarga taqdim etayotgan kanal, mana bu kanal 7 kun ichida 2 million 200 mingdan oshiq pul topgan va bu kanalni hozir to'liq chochib, razbor qilib, qanaqa qilib bu natijaga erishgan haqida hammasini aytib berishga harakat qilaman. Undan oldin esa videoga bitta foydali videoga bitta like bosib qo'ysa, xudo xolisa sizlarga yoqsa albatta video va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shunaqa ajoyib videolarni o'tkazib yubormaslik uchun. Xo'p, nimaga kanalga obuna bo'lishimiz kerak? Menga juda yordaminglar kerak. Yangi yilgacha 100 mingta bo'lishni niyat qilganman. Atigi 25 mingta odam qolgan. Siz obuna bo'lsangiz, aynan siz biz bu marrani tezroq bosib o'tamiz. Nimaga bu kanalga obuna bo'lishim kerak deydigan bo'lsanglar, bu kanalda 188 ta video joylaganman va bu kanal rasmiy ravishda 2020-yil 2-fevral kuni ochganman va birinchi videomni 5 yil oldin qo'yganman. Ya'ni Holitech 5 yildan buyon YouTube o'rgatib kelyapti sizlarga. Va bu yerda hamma videolar bor. Bu yerda qancha pul topganlarim, bankdan pul yechganlarim va YouTube bo'yicha barcha ma'lumotlar, YouTube nishalar, BMG Drive, boshqa nishalar bu yerda kanalingiz o'chib ketsa nima qilish kerak va yosh shogirdlar bilan podkastlar hammasi mana bu joyda ketma-ket joylashgan va bu videolar sizni YouTube'dagi bilimlaringizni oshirish uchun men tarafdan o'sha qilinayotgan videolar kirib ko'rsanglar, sizlarga foydasi tegsa xursand bo'laman. Xo'p, endi bo'lsa to'g'ridan to'g'ri kanalni obzoriga o'tamiz. Kanalni obzor qilishdan oldin bitta narsani aytib ketishim kerak. Kelinglar obzor qilib olaylik, keyin aytaman. Xo'p, qaranglar. 7 kunda 2 million 200 ming. 28 kunda 9 million 479 ming. 90 kunda 47 million 131 ming. Va jami bu kanal topgan summasi boshidan beri 328 million so'm pul. Men Instagramga bitta kanaldan, bitta YouTube kanaldan mashina sotib olsa bo'ladi deb video qilganimda 80% inson kirib faqat negativ yozgandi. Bu gaplarimni isbot sifatida ham mana shu video rolikni olyapman. Ha do'stlar, sizlarga mana shunaqa natija qilish uchun ikkita maslahat beraman. Top ikkita maslahat qulog'ingizga yaxshilab qo'yib olinglar. Birinchi beradigan maslahatim bitta nisha tanlaylar. U nishada pul ishlasa bo'ladimi, yo'qmi shuni aniqlaylar. Bitta yo'nalish. Hech qachon yo'nalishga sakrib yurgan odam kosasi oqarmaydi. Va ikkinchi maslahatim doimo YouTube'ni tushunadigan, YouTube sohasining ichida yaxshi natija qilib yurgan odamlar yonida bo'linglar. Buni men aytmaganman, katta ustozlarimiz ham aytgan. Siz atrofingizdagi muloqot qiladigan 5 ta insonni o'rtachasisiz. Aynan siz YouTube'da natija qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha natijasi misol uchun yuqori 300 million, 200 million bo'lgan odamlar yonida yursangiz, siz ham o'shalarning yig'indisining o'rtasida yurasiz. Bu aniq. O'shaning uchun bo'lar bo'lmas joylardan o'zingizni asrang, bo'lar bo'lmas informatsiyalardan o'zingizlarni asranglar. Xo'p, bu kanal haqida qisqacha gapirib beradigan bo'lsam, sun'iy intellekt yordamida qilinadigan nisha. Bu kanal bugungi kungacha 328 million pul topyapti va hozir ko'rsatdim, oyiga 10 million so'm pul shunda olib keladi. Kuniga bittadan video qo'yamiz. Bitta videoni tayyorlab yuklash uchun bizga atigi 5 daqiqa vaqt ketadi. Xo'p, bunaqa nishalar to'g'risida men juda ham ko'p videolar qilganman. YouTube'da bepul videolarim ham turibdi. Pullik video darsliklar ham yozganmiz, aynan qanaqa qilish bo'yicha. Xo'p, umuman olganda men o'zimni ozgina tanishtirib o'tadigan bo'lsam, men Bayranbek Erkinov
Siz ko'rayotgan YouTube kanal analitikasi bu Amerikan YouTube'niki. Ya'ni deyarli Amerika YouTube'da bitta videoniki. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu video bitta video va u 1 million 100 ming, ya'ni xuddi oldingi kanalga nisbatan shunday ko'rilgan. Va bu joyda 40 mingdan oshiq soat va 7700 dan oshiq obunachi va daromadini ochiqlaydigan bo'lsak 7 million 327 so'mni tashkil qiladi. 7 million 327 ming va bu yerda hozirgi kunda ham o'sha videoni aktivi bor. Bu degani bu video hali ham ko'rilyapti va hali ham sizga daromad olib kelib turibdi. Bu shunchaki dahshat. Xo'p, endi nima uchun 1 million prosmotrga 7 million 327 ming? Kelinglar buni sizlar bilan birgalikda nastroykaga kiramizda. Bu o'zbek so'mida turibdi. Buni ham Amerika dollariga o'tkazib qo'yamiz va saqlanib qiladigan bo'lsak, hozir biz ko'rishimiz mumkin 1 million prosmotrga Amerika YouTube'da 566 dollar pul to'layapti. Bu nimaga bog'liq bu daromad deydigan bo'lsanglar, auditoriyaga bosamiz va auditoriyada men sekin pastga tushadigan bo'lsam, ko'rishingiz mumkin Vyetnam, Indoneziya, Hindiston, Filippin, Tailand, ya'ni Yevropa davlatlari turibdi. Bu yerda kuchli beshlikda O'zbekiston yo'q. Aynan shuning uchun bizda hozirgi kunda bu kanalga mana shunaqa pul to'layapti. Kanalning sirasiz daromadlar bo'limini ochib olganman. Ko'rayotgan bo'lsanglar 24-martdan 20-iyungacha. Nimaga 24-mart? Sababi 24-mart kuni aynan kanalning monetizatsiyasi yongan. Va u aprel, may, iyun, ya'ni 3 oy ichida 68406 dollar ishlagan. Bu degani do'stlar, ko'rishingiz mumkin 860 million, sal kam 860 million so'm daromad 3 oy ichida. Xo'sh do'stlar, kanalni analitikasini, taxminiy daromadini ko'rsatdim. Ha, aytgancha bu fake emasmi? Men bitta obnovleniya qilib ko'rsataman do'stlar, kanalni fake yoki fake emasligini. Ko'rishingiz mumkin, bitta obnovleniya qilyapmiz. Mana do'stlar, hech qanaqa fake emas, obnovleniya qilib ko'rsatdim. Ha, aytgancha, ya'ni bu summa haqiqiyligini kanal sozlanmalariga kiramanda, mana ko'rishingiz mumkin, valyuta AQSh dollarda turibdi. Hech qanaqa boshqa nimada turgani yo'q. Sizlarga qiziq bo'lishi uchun o'zbek so'miga ham qo'yib ko'rsatishim mumkin do'stlar. Hozir men o'zbek so'mini topib olaman va sizlarga o'zbek so'mida men shu kanalda topgan pulni ko'rsataman. Mana o'zbek so'miga qo'ydim, saqlash qilaman do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. 866 million 705 ming 244 so'mni ko'rsatyapti do'stlar. Demak, biz o'zimizga qulay bo'lish uchun buni yana Amerikaga o'tkazib qo'yamiz. Hozir do'stlar, mana Amerika dollari va saqlash qildim va men o'sha AQSh dollar balansiga qaytdim. Endi bu kanalni eng ko'p topgan puli bir kunda 1616 dollar topgan. Ya'ni bir kunda 10-may sanasi juma kuni bu kanal 20 milliondan oshiq pul topgan. Bir kunda. Do'stlar, umumiy bo'limni ham ko'rsatib o'taman. 72 million prosmotr olgan mana shu kanal o'sha 3 oy ichida va 3 million soat tomosha va obunachilar 100 mingdan oshiq obunachi kelgan 3 oy ichida va o'sha 3 oy ichida topgan puli 68400 dollardan oshiq bo'lgan. Amerikan YouTube, ya'ni biz tayyorlayotgan videolarni Yevropa va Amerika qit'asidan turib tomosha qilishadi va biz Google AdSense tomonidan, ya'ni YouTube'ga yuklangan videolarimiz prosmotrlariga pul olamiz. Bugun sizlarga ajoyib bitta kanalni namoyishini taqdimotini o'tkazmoqchiman va bu kanalda nimalar qilganimiz sizga qiziqmi? Men hammasini hozir gapirib berishga harakat qilaman. Xo'p, videoni boshlashdan oldin iltimos qilaman, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Biz tez orada 100 mingta bo'lishimiz kerak. Sizning obunangiz bizani qo'llab-quvvatlaydi va albatta layklaringiz, yaxshi kommentariyangiz bizga ruhiyat bag'ishlaydi. Hammasi uchun rahmat. Men boshladim. Xo'p, hozir sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan kanalimda 365 ming dollar oxirgi 28 kun ichida deb sizlarni aldamoqchi emasman. Bu mutlaqo yolg'on narsa. Aynan endi hozirgi kunda Rossiya, Amerika va hokazo Amerika YouTube'da soxta natija qiladiganlar ko'payib ketgan va ular sizni mana shunaqa pul topdim deb bemalol aldab qo'yishi mumkin. Men buni hozir qanaqa qilishlarini sizlarga ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. Men nastroyka bo'limiga kiraman va ko'rayotgan bo'lsangiz, valyuta yangi Tailand dollarida turibdi.
Endi ko'radigan bo'lsanglar, bu joyda boshqa dollarlar ham bor. Aytaylik, Singapur dollari. Misol uchun Singapur dollariga bosib turib saqlash qiladigan bo'lsak, bu joyda 15 ming chiqadi. Endi hop, boshqa dollarlar bor. Bu yerda mana shunaqa dollarlarni qo'yib turib, Yangi Zelandiya dollari bor. Bosib turib saqlash qiladigan bo'lsangiz, bitta 20 ming ko'rsatadi. Hop, umuman olganda bu kanal qancha topdi? Biz buni AQSh dollariga qo'yib, hozirlarga ko'rsatib ketamiz. Hop. USD AQSh dollari mana shu realniy hisobi hisoblanadi. 12.468 dollar. Bu degani xullas 12 mingga nimalar sotib olsa bo'ladi? Sizni qaysidir orzungizni amalga oshirish aniq. Kommentariyada yozib ketsangiz bo'ladi. 12 ming dollar pulingiz bo'lganda nima qilgan bo'ladi? Bu bitta YouTube kanali 28 kundagi daromadi. Ko'rishingiz mumkin. Va oxirgi 28 kun 1-iyuldan 28-iyulgacha kanal 12.468 dollar pul topgan. Hali bu yerda oxirgi 2 kun yo'q hali. Bemalol 13 mingga yaqin desak bo'ladi. Umuman olganda ko'rayotgan bo'lsanglar, pastki tarafiga qarasanglar, har kuni ikkitadan kontent qo'yilgan. Birorta kun ochiq qolmagan. Ya'ni shunchaki silib o'tkazib yuborilmagan, har kun ikkitadan video qo'yib kelingan. Endi men sizlarga bu kanalni qanaqa qilib natijaga erishgani haqida gapirib bermoqchiman. Hop, kelinglar, mana bu 12 ming dollar ham realmi deganlar uchun biz buni so'mga o'tkazib qo'yamiz. So'mda yaxshi ko'rinadi. O'zbek so'mi ham bor bizda. Ko'rishingiz mumkin, 157 million so'm pul 28 kun ichida, bir oy ham emas. Hop, endi men sizlarga buni mana bu 90 kun davomida topgan pulni ko'rsataman. Ko'rayotgan bo'lsanglar, 163 million pul topgan. Ko'ryapsizlar, kuniga 80 ming so'm, 100 ming so'm shunaqa topib kelgan. Lekin bu kanal tashab qo'yilmagan va yuritilgan. Va pikiga bir kunda o'zida 12 million so'm pul topib yuboryapti. Shunchaki dahshat. Xo'p, bu qanaqa yo'nalish deydigan bo'lsanglar, bu sun'iy intellektda qilinayotgan yo'nalish. Men sun'iy intellekt haqida juda ko'p gapirdim va bitta narsa aytib o'taman. Siz YouTube'da bu yog'iga yaxshiroq va ko'proq daromad qilmoqchi bo'lsangiz, sun'iy intellektni o'rganishga majbursiz. Sun'iy intellekt yordamida kontentlar qilish, o'zingiz yo'nalishingizga sun'iy intellektni kollaboratsiya qilishga majbursiz. Bo'lmasa, bunaqa natijalar juda ham qiyin. AI bilan sun'iy intellekt bilan bu juda ham oson. YouTube hozirgi kunda sun'iy intellektni qo'llab-quvvatlayapti. Xo'p, endi men sizga bu kanalni boshqa joylarini, analizlarini ko'rsatib o'taman. Do'stlar, men hozir kanalni auditoriya bo'limini ochib oldim. Auditoriya bo'limida bizga kerakli bo'lgan narsalar: jins, ayol erkaklar pashti teng, yoshlar 25 yoshdan 34 yoshgacha 44%. Ya'ni bitta narsani tushunib o'tinglar. Biza Amerika YouTube qilayotganimizda aksariyat mana shu 25 yoshdan 34 yoshgacha bo'lgan insonlar ko'radi. Sababi bularni farzandlari ko'radi. Aniqrog'i, ya'ni ularning 3 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan farzandlari ota-onasini telefonni olib turib ko'radi. Va o'shaning hisobiga bu joyda aynan 25 yoshdan 44 yoshgacha bo'lganlar aktiv. Biz bolalar uchun kontent qilamiz. Shuni unutmanglar. Va Indoneziya, Vietnam, Hindiston, Meksika, Amerika va ko'ryapsizlar, Indoneziya yetakchi o'rinlarda, lekin bu bizning daromadimizga unaqa katta vahima qilgani yo'q. Kimlarni tashab qoladi? O'zbekiston birinchi o'ringa chiqib ketdi yoki Hindiston birinchi o'ringa chiqib ketdi? Yo'q, do'stim. Bu agar sizni natijangiz bularga unaqa katta ta'sir ko'rsatmaydi. Do'stlar, sizlarga daromad bo'limini ochiqlab o'tmoqchiman. Daromad bo'limida ko'rayotgan bo'lsanglar, kanal Manchesterga aprel oyida yongan 2.198 ming pul topgan. Undan keyin may oyida 3.700 va iyunda tushish bo'lgan. Lekin kanalni to'xtatib qo'yilmagan va har kuni o'sha ikkitadan kontentni berib borgan va natija bum. Iyulda kanal hozir kungacha o'sha 157 million so'm pul topib olgan. Dahshatmi? Va bu yerda har 1000 ta prosmotrga 6900, pashti 7000 so'mdan to'layapti. Qaranglar, sizni videongizni 1000 marta ko'rishadi va sizga 7000 so'm pul beradi. Va bu millionlar bilan ko'payganda mana bunaqa katta summalar bo'ladi.
Men sizlarga kanalni o'zini to'liq ko'rsata olmayman, sababi hamma yaxshi biladi, bu kanalni topib olgandan keyin bunga zarar yetkazadigan Qo'shtirnoq ichidagi bizlarning do'stlarimiz bor. Sog' salomat bo'linglar, sizlar ham Xudo xolisa mana shunaqa natijaga chiqsanglar bizlarni tushunasizlar degan umiddamiz. Do'stlar, bu meni YouTube'dagi kanallarimdan biri. Men bu kanalimni oldin ham obzor qilganman. Endi uni daromadi oshganini ko'rishimiz mumkin do'stlar. Demak, kanalimiz bir oyda 1 millionga yaqin, 1 milliondan oshiq prosmotrga ega bo'lgan va o'shanda 868 obunachilar kelgan. Bizning kanalimizning yo'nalishi detskiroq bo'lgani uchun yosh bolalar ko'pincha obuna bo'lmasdan ham kuzatadi. Bizga obunachi muhim emas, bizga prosmotr muhim do'stlar. Demak, taxminiy daromadni ko'rishingiz mumkin. Taxminiy daromadimiz $3237. Bu degani o'zbek so'miga 40 million so'mdan oshiqroq bo'ladi do'stlar. E'tibor berishingiz mumkin. Kanal kuniga $117, mana bu joyda esa maksimum bir kunning o'zida $160 pul ishlagan do'stlar. Hozirgi kunda ancha tushish bor, lekin bu ham ancha juda ko'p do'stlar. $70, menimcha kunlik bitta mayda kanal uchun ayni 20 minut ajratish uchun yetarli hisoblanadi do'stlar. Qolgan bu kanalning auditoriyasi boshqalar bo'yicha bundan oldingi videoda video qilib chiqarganman. To'liq ma'lumotlar o'sha joyda. Demak do'stlar, siz ham mana shunaqa kanal ochish uchun sizda hech qanaqa muammo yo'q do'stlar. O'zingizlarda bitta telefon, internet bo'lsa, yo'nalish tanlab mana shunaqa narsalarda boshlashinglar bo'ladi. Hozir sizlar bilan birgalikda qanday qilib YouTube orqali 2026-yilda 0 dan 100 gacha daromadga chiqish mumkin degan savolga birgalikda javob berib ketamiz. Albatta, bu videoni boshidan oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, siz albatta qanaqa bosqichlardan o'tishingiz kerak va sizga aynan qanaqa ko'nikmalar kerakligi to'g'risida to'liq ma'lumotni olsangiz bo'ladi. Xo'p, bemalol hech kim xalal bermaydigan joyga o'tib olib, videoni o'tkazmasdan boshidan oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Sababi bu joydagi bilimlar sizni daromadingiz yana ham oshishiga albatta yordam beradi degan umiddaman. Va biz boshladik. Bu video kimlar uchun? Bu video o'z ishini topa olmayotganlar uchun. Aytaylik, siz uy bekasisiz, uyda farzand tarbiyasi, uy ishlari bilan bandsiz, sizga qanaqadir kasb kerak. Demak, bu siz uchun. Yoki siz talabasiz, universitet tugatdingiz, qanaqadir ish qidiryapsiz yoki umuman, misol uchun kunlik, soatlik ishlar ishlaysiz, sizga ish kerak. Aynan bu video sizlar uchun. Va qo'shimcha onlayn ish qidirayotganlar uchun. Siz davlat ishida ishlaysiz yoki qanaqadir xususiy tashkilotda ishlaysiz, o'sha ish joyingizdan uzilmagan tarzda, ishdan bo'shamagan tarzda qanaqadir qo'shimcha ish kerak. Sababi sizni oylik daromadingiz o'zingizni maqsadlaringizga, kelajakda ishlatishingiz kerak bo'lgan rejalaringizga yetmayapti. Aynan sizga qo'shimcha kam vaqt sarflaydigan ish kerak bo'lsa, demak bu video siz uchun. Endi keyin uchinchisi bu YouTube ni boshlaganlar uchun. Hozirgi kunda men o'zimga kuniga 400-500 nafar odam yozadi. YouTube'da kanallar o'chib ketayotganligidan, yo'nalishlarni monetizatsiyaga olib bora olmayotganidan, qaysi yo'nalishdan ketishim kerakligi haqida va boshqa qo'shimcha savollar ularni hozirgi kunda YouTube'dan daromad qilishdan to'sib turibdi. Aynan sizda mana shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa, bu video sizga albatta yechim bera oladi. Diqqat bilan o'tkazmasdan ko'ring. Va 4-toifa insonlar bular YouTuberlar. Agar siz YouTube'dan misol uchun oyiga 200-300 yoki 1000-2000 daromad topib yurgan bo'lsangiz, uni endi stabillashtirmoqchisiz. Ya'ni doimiy bir xil urovingga olib chiqmoqchisiz va albatta daromadingizni 2-3x ga ko'paytirmoqchisiz. Demak, agar siz shunaqa niyatda bo'ladigan bo'lsangiz, bu video siz uchun boshidan oxirigacha o'tkazmasdan ko'rishingizni iltimos qilamiz. Demak, agar siz mana shu toifa insonlarga kiradigan bo'lsangiz, bugungi videomiz siz uchun juda ham kerakli deb hisoblayman. Xudo xolasa. Xo'p, davom etamiz. Bugun nimalarni ko'rib chiqamiz? Bugun ko'rib chiqadigan mavzularimiz juda ham jiddiy va har bitta insonni boshida tushadi va albatta bu narsalarni o'rganib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bugun mana shu videoga hamma ma'lumotlarni sig'dirishga harakat qilaman. Birinchi mavzuimiz YouTube psixologiyasi. Endi aynan YouTube psixologiyasi nima degan savolga qisqacha tushuntirib ketaman. YouTube psixologiyasi YouTube'ni o'zini emas, YouTube'ni tanlaganlarning psixologiyasi. Ya'ni bu sizni psixologik holatingiz. Aynan sizga YouTube'da daromad qilishga psixologik qanday
holatlarda sizga zarar berishi mumkin yoki sizni qanaqa psixologik holatlarda siz natijaga chiqishdan to'silib qolishingiz mumkin. Buni ochiqchasiga sizga aytib beraman. Va ikkinchi mavzu yo'nalish tanlash. Aynan 80% YouTube'ni boshlaganlar noto'g'ri yo'nalish tanlash hisobiga YouTube'da hech qachon daromad qila olmaydi va oxir oqibat YouTube'ni yomon ko'rib bu YouTube'ni tashlab chiqib ketadi. Bugun agar sizda shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, yo'nalishni to'g'ri tanlashni ham o'rganib olasiz. Uchinchisi sun'iy intellektli. Hozirgi kunda YouTube'da shunaqa tendensiya ketyapti. Misol uchun kimdir soatlab video montaj tayyor qilish orqali qiladigan videosini siz 2-3 minutda qilib qo'yishingiz mumkin, albatta sun'iy intellektlar bilan. Endi YouTube'ni yana ham rivojlantirish uchun, tezroq daromadga chiqish uchun qaysi sun'iy intellektlardan foydalanish kerak? Bugun men sizlarga aynan ularning nomlari va qanday ishlanishi kerakligi haqida to'liq ma'lumot berib ketaman. Va 4-mavzu to'g'ri kontent tayyorlash. Bugungi kunda juda ko'pchilik qilayotgan xatolar monetizatsiyasi yonmay qoladi. Buni asosiy sababi noto'g'ri kontent yuklab, misol uchun oylar davomida kontent yuklab keladi. Aslida bu noto'g'ri bo'lib chiqadi. To'g'ri kontent tayyorlash va unga nimalar kerakligi bo'yicha bugun sizlar bilan gaplashamiz. Va 5-mavzu YouTube Studio. Ha do'stlar, juda ko'pchilik YouTube Studio haqida ma'lumotga ega emas. Aslida YouTube'da ham yoki boshqa bir joylarda ham YouTube Studio haqida ma'lumotlarga ko'zim tushgani yo'q. Men bugun sizlarga uni to'liq ochib berishga harakat qilaman. Va 6-mavzuyimiz YouTube kanalini sozlash. Endi bu juda ham katta mavzu, lekin men harakat qilaman qisqaroq qilib tushuntirib ketishga. 7-mavzu SEO va algoritm. Endi siz million prosmotrlarga erishishingiz uchun SEO optimizatsiya va algoritmni to'g'ri tushunish sizga juda ham muhim. Bugun aynan qanaqa narsalarga e'tibor berish kerakligi haqida sizlarga tushuntirib ketaman. 8-si YouTube'dagi muammolar. Endi bu narsaga siz duch kelgan bo'lsangiz, u yog'iga siz o'ta olmay qolish ehtimoli juda ham katta. Aytaylik, kanal tarixini o'chishi, kanalni o'zidan o'zi o'chib ketishi yoki o'zidan o'zi ko'rilmay qolishi yoki boshqa YouTube'dagi muammolar sizni natijaga chiqishingizdan to'sib qoladi. Bugun sizlar bilan birga o'sha muammolarni sanab o'tamiz va ularga yechimlarni ham aytib ketaman. Va 9-mavzu monetizatsiya yoqish va AdSense'dagi sozlanmalar. Aynan monetizatsiya ulashda nimalarga e'tibor berish kerak? AdSense'ni qanday qilib to'g'ri sozlaydigan bo'lsak, bizda daromadimizni yechib olish bo'yicha muammolar bo'lmaydi. Monetizatsiyani qanday yoqsak, bizda hech qanaqa kelajakda muammolar bo'lmaydi degan savollarga ham javob berib ketaman. Va 10-si daromadni 2-3x ga oshirish. Mana shu mavzu juda ko'pchilik tomonidan so'raldi. Daromadni qanday oshirsak bo'ladi? Ha, to'g'ri, hozir pul ishlayapman, yana ham daromadimni oshirishim kerak deganlar uchun maxsus 10-mavzu bo'ldi. Xo'p, mavzu sizga yoqqan bo'lsa, mana shu joyda sizni qayerdadir to'xtab qolgan joyingiz bo'lsa, shu video yechim bo'ladi degan umiddaman. O'shaning uchun to'xtatmasdan oxirigacha ko'ring. Va men kimman va nimaga meni eshitishingiz kerak degan savolga qisqacha javob berib ketishim kerak. Agar siz meni oldin ko'rmagan bo'lsangiz, 9 yil davomida YouTube'da ekspertlik qilaman va 9 yil davomida YouTube'dan daromad qilib kelyapman. Va bu 9 yil davomida, oxirgi 6 yil davomida biz Holitage Agency degan kompaniya ochdik va mana shu kompaniya orqali o'z faoliyatimizni yuritib kelyapmiz. 3000 dan oshiq shogirdlarni bugungi kungacha YouTube'da o'rgatib daromadgacha olib chiqqanman. Va o'zimning shaxsiy rekordim bir oyda YouTube kanallardan ishlangan pulim orqali $22,000 dan oshiq pul ishlab topib yechganman va uni videosini aynan hozir ko'rayotgan YouTube kanalingizga joylab qo'yganman. Obuna bo'lib qo'ysangiz, albatta siz uni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va YouTube Secret nomli o'zimni o'zbek tilida Amerikan YouTube yuritish bo'yicha kitob muallifiman va bu kitob hozirgi kunda O'zbekistonda Amerika YouTuberlarini juda ko'pchiligiga asqotgan bir qo'llanma sifatida ishlab kelyapti. Va men bugungi kungacha hozirgi kunda ekspertlar siz Instagram, Telegram va YouTube'da ularni ko'rgan bo'lishingiz mumkin va bu ekspertlar meni to'g'ridan-to'g'ri shogirdim hisoblanadi. Va bitta narsani aytib ketishim kerak, men aynan Amerikan YouTube haqida 2020-yildan buyon mana shu YouTube kanalimda darslar va har xil videolar e'lon qilib kelaman. Va hozirgi kunda aynan YouTube'ni o'rgatayotgan
YouTube kurslarini olib borayotgan ekspertlarni bozordagi deyarli 100% deyarli hammasi mani shogirdlarim hisoblanadi. Xo'p, ayrimlarni hisobga olmaganda. Xo'p, endi qaranglar, ular bilan tanishtirib o'taman. Islomjon Soliyev hozirgi kunda Namangan shahrida YouTube School maktabi asoschisi va offlaynda YouTuberlarga dars o'tadi. Va keyingi shogirdimiz Shohjahon Sultonov hozirgi kunda YouTube ahli nomli Telegram kanali yuritib keladi va YouTubedan daromad qilish bo'yicha ekspertlik qiladi. Va undan keyingi shogirdimiz Jahonmurod Akramov hozirgi kunda 4 yillik tajribaga ega va YouTube'ni o'rgatib kelyapti. Muhammadjon Zinatshoyev yosh bo'lishiga qaramasdan hozir YouTube'da yaxshi ekspertlardan biri. Undan keyingisi Ro'ziqulov Umidjon, bu ham bizani to'g'ridan-to'g'ri shogirdimiz hisoblanadi. Aynan Amerika YouTube bo'yicha. Va yana bitta shogirdimiz Mashraf Sadinov, aynan o'zi musofirlikda yurib turib, aynan o'sha Amerika YouTube'dan daromad qilib, hozir ekspertlik ham qilyapti. Va Iftixor Po'latov, bu ham bizani shogird hisoblanadi va Ulug'bek Pardayev YouTube ekspert, bu ham bizani to'g'ridan-to'g'ri shogird va bizani nafaqat O'zbekistonda, chet elda ham ekspertlik qilayotgan shogirdlarimiz bor. Bu Qurbonbek. Endi qaranglar, hozir sizlarda bu nomlari chiqqanlar va bundan tashqari bu yerda nomlari chiqmagan juda ko'p shogirdlarimiz hozir bugungi kunda O'zbekiston va qo'shni davlatlarda, respublikalarda aynan YouTube bo'yicha ustozlik qilib, ekspertlik qilib kelishyapti. Bularning hammasi mani shogirdim hisoblanadi. Va o'quvchilarim bugungi kungacha 3000 dan ziyod insonni aynan YouTube orqali o'qitib, ularni yuqori daromadga olib chiqishni uddaladim. Va hozir ko'rayotgan YouTube kanalingizda jonli efirga, jonli bo'limiga kiradigan bo'lsanglar, bu joyda aynan men eng yaxshi natija qilgan shogirdlar bilan onlayn podkastlar amalga oshiraman va o'tda ularni bosib o'tgan yo'llari to'g'risida o'rtoqlashamiz. Va bemalol kirib, ularni o'zini so'zlari bilan qanaqa qiyinchiliklar bor, qanaqa osonligi to'g'risida barcha ma'lumotlarni bilib olsanglar bo'ladi. Demak, natijalar hozir kungacha juda ko'plab natijalarni, katta natijalarni amalga oshirganman. Bularni o'rnida million obunasiga ega bo'lgan kanallar, kumush va tilla knopkalar juda ko'p martaba oldik va qo'shimchasiga har bitta yutuqlarimizni video qilib, ishlagan pullarimizni, bankdan yechgan pullarimizni hammasini YouTube sahifamga video vlog qilib yoki video darslik qilib joylab boraman. Bugungi kungacha YouTube kanalimizda 200 dan oshiq darslarni muallifiman va ularni deyarli 50% natijalar hisoblanadi. Bemalol kirib ko'rib olsanglar bo'ladi. Quyidagi videolar bunga misol bo'ladi. Misol uchun oxirgi qo'ygan videomizda salkam 2 milliard so'm pul ishlagan kanallarni obzorini qilganmiz. Undan oldingi videomizda 200 million so'm pulni qanaqa qilib ishlab topganimizni kanalni obzorini qilganmiz. Undan oldin video 160 million, 26 ming dollar, 20 million so'm va 15 ming dollar va bankdan misol uchun 6300 dollar pul yechganim va 1,5 ming dollar yechganim va 22 ming dollar pul yechgan videolarimni ham YouTube'ga joylab ketganman. Xo'p, endi YouTube'ni boshlashdagi qo'rquvlar haqida gaplashamiz. Menimcha deyarli YouTube'da qay darajada YouTube haqida gapirishga haqqim bor, yo'q, o'zingiz bemalol fikr bildirib ketsangiz bo'ladi. Endi men asosiy go'shtli qismga o'taman. YouTube'ni boshlashdagi qo'rquvlar. YouTube'ni boshlash uchun katta pul kerak degan qo'rquv bo'ladi. Aynan juda ko'pchilik mana shu sababli YouTube'ni boshlamaydi, ya'ni YouTube'dan daromad qilishni boshlamaydi. Yo'q, men sizga bemalol aytishim mumkin, YouTube'dan daromad qilishni boshlash uchun sizga bitta telefonni o'zi yetadi. To'g'ri, u misol uchun agar Android bo'lishi mumkin, juda eskirgan, ekrani singan yoki boshqa bo'lishi mumkin, lekin ishlasa bo'ldi. Endi aynan biz Amerika YouTube deb nimaga aytamiz? Sababi biz o'zimiz yuzimiz bilan chiqmaymiz, o'zimizni kameraga olmaymiz, gapirmaymiz. O'shaning uchun bitta telefon orqali ozgina montaj qilib, bemalol qilsangiz bo'ladi. Qanaqa yo'nalishlar bilan qanaqa narsalar qilishimizni video davomida ko'rsatib ketaman. Va davom etamiz. YouTube'ni boshlash uchun ko'p vaqt kerak degan qo'rquv bor. Aynan ko'pchilik YouTube'ni boshlayotganda yoki o'rganayotganda juda ko'p vaqt ketar ekan deb aytishadi.
Lekin aslida bunaqa emas. YouTube'ni o'rganish uchun juda ko'p vaqt ketmaydi. Siz bemalol kuniga yarim soat, 1 soat vaqt ajratib, bemalol YouTube'ni qisqa vaqt ichida o'rganib chiqsangiz bo'ladi. YouTube'ni o'rganish uchun sizda Holy Tech YouTube kanali bemalol barcha videolarni ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, sizga tayyor bepul darslik hisobida o'tadi. Va uni o'rganish uchun hech qanaqa pul kerak emas. Biz hamma narsani bepulga YouTube kanalimizga joylab qo'yganmiz. Va YouTube'dan daromad topish qonuniymi degan savol ham ba'zilarda bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda aynan shunaqa maqola chiqqan internetda. YouTube'da ishlayotgan maylisalardan foydalaning. Sherzod Shermatov O'zbekiston YouTuberlarini inglizcha kontent tayyorlashga tavsiya qildi. Bu inson O'zbekistonda raqamli texnologiyalar vaziri hisoblanadi. Ya'ni vazir darajasidagi inson o'zi aytayapti, ingliz tilida kontent qilishni tavsiya qilgan. Hozirgi kunda O'zbekistonda YouTube'dan daromad topish bo'yicha soliq tomonidan ham, aynan qonun tomonidan ham hech qanaqa muammo yo'q. Sizda 1 milliard daromadda limiti bo'ladi 1 yilga va o'zini band qilgan shaxsida ro'yxatda o'tib qo'yadigan bo'lsangiz, 1 milliard pulga atigi 1%gina soliq to'lab borasiz. Bu joydan ham hech qanaqa soliq tomonidan ham, qonun tomonidan ham hech qanaqa sizda muammolar yo'q. Va YouTube'dan daromad topish halolmi degan savol ham bo'ladi. Biz aynan to'g'ridan-to'g'ri murojaat orqali O'zbekiston musulmonlar idorasiga murojaat qilganmiz va ular Muhammad domlani o'zi video qilib aynan YouTube'dan daromad topishi joizligi haqida video qilib fatvo qilib berishgan, ham yozma, ham video fatvosi bor. Endi shu o'rinda eslatib ketaman. Agar sizda YouTube'dan qilayotgan daromadingiz hech kimga ziyon keltirmaydigan tartibda bo'ladigan bo'lsa, albatta bu yaxshi. Shuning uchun foydali kontentda qilishga sizlarni undab qolaman. Va umuman olganda monetizatsiyadan kelayotgan daromadlar halolligi to'g'risida aniq fatvo bor. Xo'p, undan keyin YouTube'da 0 dan $1000 gacha 10 ta modul ketma-ketligini sizlarga tanishtirib o'taman. Endi siz mana shu YouTube'da 10 ta modulni to'liq o'rganib chiqadigan bo'lsangiz, sizda daromadga chiqish yana ham tezlashadi. Agar siz mana shu 10 ta modulni o'rganib chiqmaydigan bo'lsangiz, siz buni baribir ham yillar davomida o'rganishingizga to'g'ri keladi va bunaqa ketma-ketlikda sizga hech kim buni tushuntirib bermaydi. Demak, men sizlarga hozir 10 ta modulni ketma-ketligi bilan qanday mavzularni ko'rish kerak, nimalarni o'rganish kerak, nimalar kerak emas, hammasini tushuntirib o'tib ketishga harakat qilaman. Demak, bizda birinchi modul YouTube psixologiyasi. Aynan YouTube psixologiyasida qanaqa mavzularni siz ko'rib chiqishingiz kerak. Birinchi o'rinda YouTube'da qancha vaqtda daromadga chiqaman va tez natija realmi degan savol juda ko'pchilikda bo'ladi. Men sizlarga qisqacha qilib aytib ketaman. YouTube'da qancha vaqtga daromadga chiqsa bo'ladi? Endi bu sizni stabilligingizga va intizomingizga bog'liq. Sizga texnik ma'lumotlarni bepulga hamma joydan topish imkoniyati bor, lekin stabillik bilan intizomni sizga hech qanday ustoz yoki hech qanday nazoratchi qilib bera olmaydi. O'shaning uchun hamma narsa natija o'zingizga bog'liqligini to'g'ri tushunishingiz kerak. YouTube'da doimiy ishga aylantirsa bo'ladimi degan savol bor. Bu ham ozgina sal muammosi bor narsa, sababi endi YouTube'dan daromad topaman deb o'zingizni ishlab turgan joyingizdan bo'shab to'liq o'tib ketish tavsiya qilinmaydi. O'shaning uchun siz YouTube'dan daromadingiz hozirgi ishlab turgan oyligingizdan 3 karra ko'p bo'lishni boshlaganda YouTube'ni asosiy ish qilsangiz bo'ladi. Bu meni shaxsiy tavsiyam va men ham o'zim ishda ishlab yurgan inson bo'lganman 7 yil davomida va YouTube'ga o'tayotganda topayotgan daromadim 3x ga oshgandan keyin bo'shaganman va menda muammo bo'lmaydi. Va uchinchisi YouTube'ni boshlayotganlarda atrof muhitning to'sqinliklari. Ya'ni hozirgi kunda YouTube'ni o'rgatadigan har xil darslar va har xil insonlar bor. Va bu insonlarning hammasi ham juda ham professional degani emas. Va ijtimoiy tarmoqlarda chiqayotgan, YouTube tarmog'ida chiqayotgan videolar hammasi, darslar hammasi to'g'ri degani emas. Siz atrof muhitdagi o'sha so'zlarni, ma'lumotlarni filtrlashni bilmaydigan bo'lsangiz, siz juda ham qiynalasiz va har bitta harakatingiz sizga xatodek tuyulaveradi. Va to'rtinchisi, yengil dopaminga o'rganib qolish va YouTube'dagi dangasalik. Hozirgi kunda Reels'lar, TikTok'dagi shorts videolar insonlarni tezroq
dopamin degan narsasini o'sha o'rgatib qo'ygan, dopaminga o'rgatib qo'ygan. Dopamin nima deydigan bo'lsangiz, nimadandir tezroq rohatlanish. Ya'ni YouTube'dan ham kirdim, tezroq natija chiqishi kerak. Tezroq prosmotr olish kerak. Tezroq unaqa bo'lishi kerak. Yo'q, aslida bu noto'g'riligini sizlarga men tushuntirib o'tmoqchiman. Va 5-inchisi YouTube'ga investitsiya qilish. Pul kerakmi va qayerga sarflash kerak? Albatta, agar siz YouTube'ni o'rganayotganda 0 so'm bilan kiradigan bo'lsangiz, hech qanaqa rasxodsiz o'rganadigan bo'lsangiz, bu yerda sizning riskovatingiz 0 ga teng bo'ladi. Albatta, hech qanaqa pulsiz ham YouTube'ni o'rgansa bo'ladi, lekin agar siz YouTube'ga investitsiya kiritmoqchi bo'lsangiz, hech qachon, misol uchun qo'shimcha kompyuter yoki qo'shimcha chiroqli, qo'shimcha qulayliklar yarataman deb ularga pul sarflamaslikni tavsiya qilaman. Qanday imkoniyatingiz bo'lsa, o'sha imkoniyatdan foydalaning. Albatta, bilimga, miyani rivojlantirishga, bu haqida qo'shimcha kurslar, modullar o'qishga tavsiya qilamiz, lekin odatda siz qo'lingizdagi bor imkoniyatdan foydalanadigan bo'lsangiz, YouTube'da o'sha psixologik tarafdan siqilib qolmaysiz. Va 6-inchisi, YouTube'da natija yo'qligi va o'zingizni boshqalar bilan solishtirish. Bu juda ham aktual mavzu bo'ladi. Sababi YouTube'da endi boshlaganlarni 5-6%gina juda tez natijaga chiqadi. Bizda ham kurslar davomida 100 nafar o'quvchi oladigan bo'lsak, bularni 10-15 tasigina tezroq daromadga chiqadi. Ya'ni tez deganim 10-15 kunda. Endi qolgan qismi, masalan 70-80% inson keyinchalik o'sha 3 oy davomida, kurs davomida natijaga chiqadi. Va albatta 20%, 15% insonlar umuman natijagacha ham chiqa olmaydi. O'shaning uchun sizda bitta narsani to'g'ri tushunishingiz kerak. Hamma ham YouTube'da daromad qilishi mumkin, lekin hamma ham buni eplab keta olmaydi. Ya'ni davom ettira olmaydi. O'shaning uchun natijangiz bo'lmayotgan bo'lsa, siz kimnidir kim bilan solishtirmasdan o'zingizni kechagi kuningiz bilan solishtiring, shunda yaxshi bo'ladi. Sababi men chiqib turib 300 million ishladim, 100 million ishladim, 20 million ishladim bir oyda video qilaman. Siz meni o'zingiz bilan solishtirmang. Meni 9 yillik faoliyatim, 9 yillik davomida o'pitimni hisobga oling. Siz ham meni darajamga yetganda shunaqa natijalar qila olishingizga albatta ishonaman va siz albatta bunga harakat qilasiz. YouTube'da perfeksionizmni boshqarish. Endi bu ham juda ham kerakli mavzu. Perfeksionizm nima deydigan bo'lsangiz, ideallikka harakat qilish. Misol uchun, siz bugun video qilyapsiz, kачествосini yaxshi qila olmadingiz, sifatini yaxshi qila olmadingiz yoki qanaqadir ovozida muammolaringiz bor yoki kerakli green screen topa olmadingiz. YouTube'da kimnidir videosini ko'rdingiz, xuddi shunaqa qila olmadingiz. Demak, bu degani siz o'shanaqa qilguncha harakat qilishingiz kerak degani emas, boshlash juda ham muhim. Hozir qay darajada YouTube'ni biladigan bo'lsangiz, shu darajada boshlasangiz, o'shani vaqt davomida siz bu narsani o'rganib ketasiz. Va natijaga chiqmayotganda noto'g'ri xulosa qilish. Yo, undan oldin YouTube'da doimiylikni buzish va sabr. Boya boshida aytib ketdim, agar siz YouTube'da doimiylikni buzadigan bo'lsangiz, sabr qilib har kun video yuklamaydigan bo'lsangiz, bu narsani hech kim davolay olmaydi. Bu har bitta shaxsning o'ziga bog'liq narsa. Agar siz mana shu jihatda doimiylik va sabrni o'zingizda rivojlantirib, shu YouTube'da shu narsani qo'llaydigan bo'lsangiz, siz albatta yaxshi natijalarga erishasiz, yaxshi natijalar sizni kutib turibdi. 9-inchi, natijaga chiqmayotganlarni noto'g'ri xulosa qilishi. Misol uchun, siz natijaga chiqa olmadingiz. Xo'p, natijaga chiqa olmagandan keyin YouTube haqida boshqalarni ham natijaga chiqa olmasligini yana ishontirishga harakat qilish. Bu juda ham yomon xislatlardan biri hisoblanadi. Xo'p, sizning qo'lingizdan kelmadi, mana shu yo'nalishda natijaga chiqish, bu degani boshqalar ham qila olmaydi degani emas. Yoki kimdir qildi, mana shu yo'nalishda natija, hamma ham shu yo'nalishda natija qiladi degani emas. Albatta, bu individual narsa ekanligini to'g'ri tushunishingiz kerak va siz natijaga erisha olmagan nishalar bo'yicha, yo'nalishlar bo'yicha boshqani fikrini o'zgartirishga harakat qilmasligingiz kerak bo'ladi. Va o'zini o'zi to'xtatish, ya'ni ichki sabotaj. Ya'ni juda ko'pchilik o'zi bilan o'zi gaplashadi va YouTube'da natija qila olmayotganini o'ziga o'zi uqtirib, o'zini juda ham psixologik bosimga tushirib qo'yadi. Bu birinchi modulda mana shu 10 ta asosiy darslar, 10 ta ko'nikmani siz o'zingizda mustahkamlab olishingiz kerak.
YouTube'ga kirayotganda har bir inson odatda YouTube'ni o'rganish uchun tayyorlanib, o'zini psixologiyasini mana shu savollarga yechimini topib turib, to'liq keyin kiradigan bo'lsa, u yengilroq bo'ladi va unda natija foizi yana ham ko'payadi. Xo'p, endi davom etamiz. Ikkinchi modul, endi siz birinchi bosqichda ruhiy tayyorgarligingizni to'g'irlagandan keyin ikkinchi modulni boshlaysiz va ikkinchi modul yo'nalish tanlash. Endi bu joyda men pul va pul qonunini juda ko'p tavsiya qilaman. Ya'ni bu oddiy. Tanlagan yo'nalishingiz sizga pul to'laydimi va tanlagan yo'nalishingizni da pul sarflashga tayyormisiz? Agar ikkalasi ha bo'ladigan bo'lsa, siz o'sha yo'nalishni qilib ko'rsangiz bo'ladi. Qanaqa qilib tushuntirsam ekan? Misol uchun, siz aytaylik biror nisha qilmoqchisiz, aytaylik ovqat tayyorlash yo'nalishi bo'yicha YouTube'da kanal ochmoqchisiz. Demak, ovqatni yo'nalishi bo'yicha pul to'laydimi YouTube? Ha, pul to'laydi. Lekin ikkinchi joyi bor. Siz o'sha ovqatlarni tayyorlash uchun xarajat qilishingiz kerak. Texnikaga, syomkaga, boshqasiga, montajga xarajat qilishingiz. Siz o'sha xarajatga tayyormisiz yoki boshqacha? Misol uchun, sun'iy intellekt yordamida futbol yo'nalishi qilmoqchisiz. Xo'p, sun'iy intellekt yordamida futbol yo'nalishiga pul to'laydimi? Ha, to'laydi. Lekin siz sun'iy intellektga sotib olishga, unga pul to'lashga mablag'ingiz bormi? O'sha narsani e'tiborga olishingiz kerak. Va ikkinchisi, telefon orqali qilinadigan YouTube yo'nalishlar. Aynan minimal start sarmoyasiz. Agar siz YouTube'da 1 so'm pul sarflashni xohlamasangiz, ya'ni hech qanaqa pul sarflamasdan o'zingiz boricha boshlamoqchi bo'lsangiz, tavsiya qilaman telefon orqali qilinadigan YouTube yo'nalishlarga kirishni. Va uchinchisi bu kompyuter orqali qilinadigan YouTube yo'nalishlar. Agar siz YouTube'ga $1000 plus pul tikishga, kuchliroq kompyuter sotib olishga, pul tikishga tayyor bo'ladigan bo'lsangiz, aytaylik $1,500 ga kompyuter olishga yoki sizda shu $1,500 turadigan narxdagi kuchli kompyuter bo'ladigan bo'lsa, sizga kompyuter yo'nalishidagi nishalarni taklif qilaman. Va to'rtinchisi bu sun'iy intellektda AI yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Endi sun'iy intellekt yordamida siz kontentlar qilib pul ishlashingiz uchun albatta sun'iy intellektlarni sotib olishingiz kerak. Bepullari sizga professional video qilib bera olmaydi hech qachon. Agar qanaqa darajada bo'lsa ham, o'shaning uchun uni to'loviga, masalan, oyiga aytaylik $200-300 sun'iy intellektga pul ajrata olaman desangiz, AI nishalarga kirishni tavsiya qilaman. Demak, aynan mana shu joyda yo'nalish tanlashda ham, yo'nalishlarni turini tanlashda ham aynan pulga borib taqalayotganini sizga tushuntirib bermoqchiman. Xo'p, endi kelinglar o'sha bepul qilinadigan yo'nalishlarni men sizga sanab beraman. Ikkinchi modul bu ana telefonda qilinadigan yo'nalishlar. Demak, qaranglar. Teleskop yo'nalishi bor, Alien Dance yo'nalishi bor va bu yerda Teleskop Exe degan yo'nalish bor va Sprung yo'nalishi, keyin mana bu yerda supergero yo'nalishi va bu yerda Serena Head yo'nalishi, Wrong Ace, Soda Pop yo'nalishi, Skibidi Toilet yo'nalishi va Talking Angela yo'nalishi, Talking Tom Friends yo'nalishi va Mini Games yo'nalishlari. Aynan mana shu 12 ta nishadan bittasini siz telefon orqali qilishingiz mumkin. Hech qanaqa sarmoya, hech qanaqa harakat talab qilinmaydi. Agar siz mana shu yo'nalishlarda hamma narsani to'g'ri bajaradigan bo'lsangiz, sizning kanalingiz o'chib ham ketmaydi, sizning kanalingiz monetizatsiyasida muammo ham bo'lmaydi. Siz bemalol oyiga o'sha $1000 gacha daromadni, $2000-3000 gacha daromad topsangiz bo'ladi. Aynan bizning Jo'rabek shogirdimiz mana shu nishalardan, aynan teleskopdan foydalanib turib, bir oyda $15000 pul ishlagan va uni yechib o'ziga mashina sovg'a qilgan. Yoki yana bitta shogirdimiz Alien Dance yo'nalishida $33000 ni bir oyda o'zi ishlab topgan. Yoki boshqa nishalarda ham bizda $5000-6000 pul ishlanganlar bor. Endi biz taklif etayotgan mana shu 12 ta yo'nalishdan birortasini tanlab, o'ziga yoqqan tanlab qiladigan bo'lsangiz, sizda ham albatta daromadga chiqish imkoniyati bor. Va bu nishalarni qilishda sizga hech qanaqa pul kerak emas. Bitta telefon orqali hammasini qilsangiz bo'ladi. Montajiga deyarli 1 daqiqa vaqt ketadi. Istalgan bir turdagi videoni qilish uchun. Juda ko'p vaqtingizni olmaydi. Xo'p, endi ikkinchi modulning 3-qismi kompyuter yo'nalishlar. Endi hozir men sizlarga agar sizlarda o'sha $1,500-2,000 ga super kompyuterlar, yaxshi kompyuterlar, endi super emas, o'rtacha kompyuterlar bo'ladigan bo'lsa, sizga mana bu yo'nalishlarni tavsiya qilaman. Demak, kompyuter yo'nalishlar.
BMG Drive yo'nalishi butun dunyo bo'yicha eng zo'r nishalardan biri hisoblanadi va bu nisha aynan kompyuter orqali qilinadi. Va Garry's Mod nishasi, men o'zim 2-3 yildan buyon Garry's Mod nishasida aktual ishlab kelaman va daromadi ham juda ham zo'r. Aynan endi keyin bu yerda GTA 5 yo'nalishi nishasi bor va GTA 5 da ham juda ham zo'r kontentlar qilishadi, million bilan prosmotrlar olsa bo'ladi. Va men bitta ko'rayotganinglar Minecraft nishasi juda ham aktual va dunyo bo'yicha eng ko'p qidiriladigan nishalardan biri. Buni ham qilish uchun sizga kompyuter kerak bo'ladi. Va qo'shimcha Roblox nishasi, buni qilish uchun ham sizga yaxshigina kuchli kompyuter kerak bo'ladi. Endi nima uchun bu 5 ta nishani qilish uchun sizga kompyuter kerakligini tushuntirib o'taman. Sababi bu o'yinlar juda ham, misol uchun mobil versiyalar ham bor bularni, lekin aynan siz kачество tarafdan raqobatda yutishingiz uchun sizga kuchli kompyuter kerak bo'ladi va videolarni iloji boricha 4K da sinimat qilish kerak. Siz bir vaqtning o'zida bu o'yinlarni o'ynayotganingizda ekran zapis ham qilishingiz kerak bo'ladi OBS Studio orqali. Bu haqida sal keyinroq gaplashib o'taman. Bir vaqtning o'zida ham ekran zapis qilish, ham o'yinni o'ynash kompyuterni qotmasligi uchun kuchli bo'lishi kerak. Endi bu o'yinlarda yana bitta muammo tomoni bor. Xarajat tomonini aytib ketishim kerak. Bu o'yinlarni sotib olishingiz kerak. Ham bir martalik to'lov bo'ladi. Steam platformasida sotib olib qo'yasiz va bitta kirib olsangiz bo'ldi. Keyin sizdan nima qilmaydi. Mana bu o'yinlarda o'ynalayotgan, mana bu misol uchun yashil qizil mashinalar, mana bu joydagi har xil turdagi jonzotlar, mana bu yerdagi mashinalar yoki mana bu yerdagi Minecraft qahramonlari yoki Robloxga qahramonlar hammasi modlar hisoblanadi. Aynan siz bu modlarni sotib olishingiz kerak yoki siz bu modlarni o'zingiz tayyorlashni o'rganishingiz kerak. Aynan men maslahat beraman, modlarni o'zingiz tayyorlashni o'rganishingizni. Hozirgi kunda sun'iy intellekt yordamida modlarni juda ham oson tayyorlasa bo'ladi. Endi mana shu joyda siz bepul modlarni ham qidirib topsangiz bo'ladi. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda bepul modlar yoki kimlardir tomonidan tavsiya qilinadigan modlar bor, lekin bularni bitta yomon tomoni bor. U modlar to'liq ishlamasligi juda ko'p o'zimda muammo bo'lgan. Siz modni sketchat qilib o'rnatasiz va kerak bo'lsa o'sha sizga kerakli bo'lgan xaritangizga muammo olib keladi yoki sizni kompyuteringizga virus tushirib qo'yadi yoki sizni kompyuteringizda modlarni o'sha kачествоsi megabayt kattaligi uchun qotirib qo'yadi. Endi bu narsalarga yechimni men sizlarga aytaman. Modlarni tayyorlashni o'zingiz o'rganing. Juda ham oson. Hozir sun'iy intellekt yordamida 3D model tayyorlab olasiz. Blenderga tashab, uni tez juda ham osongina render qilib saqlanib qo'ysangiz bo'ladi. Bu narsalarni hammasini biz juda ham mukammal qilib o'rgatib kelyapmiz. Aynan mana shu nishalarda daromad qilishni ham mukammal tarzda o'rgatamiz va kerakli modlarni kerakli darslar bilan ta'minlaymiz. Va bizda ikkinchi modulda 4-bo'lim aynan sun'iy intellektda qilinadigan yo'nalishlar. Hozirgi kunda 2026-yilda qaysi sun'iy intellekt nishalari aktual va juda ko'p ko'riladi. Demak, qaranglar. Men sizlarga sanab beraman. Cat AI yo'nalishi, Cat AI yo'nalishi butun dunyo mushuklarga qiziqadi va siz bu nishada ketib o'sha mushuklar haqida har xil kinolar, mana multfilm oladigan bo'lsangiz, sizda prosmotrlar 5 bo'ladi. Va keyingisi history yo'nalishi, tarix, hozirgi zamon, historiyalar, har xil holatlar bo'yicha istoriya, o'sha tarixiy voqealar asoslangan yoki to'qima qanaqadir videolar. Va uchinchisi futbol yo'nalishi. 2026-yilda juda ham viral bo'lish hisoblanyapti. Ya'ni o'sha futbol yo'nalishida AI videolar qilib yuklash. Yoki 4-si ASMR yo'nalishlarini qilsangiz bo'ladi. Va yana bitta ajoyib yo'nalish, yangilikli yo'nalishi, ingliz tilida yangiliklar o'qib, bemalol daromad qilsangiz bo'ladi. Keyin men o'zimga ham juda ham yoqadi zikr AI yo'nalishi, ya'ni bolachalar tilidan o'sha maxsus zikrlarni, maxsus o'sha Qur'ondagi maxsus hadislarni aytilishi va uni chiroyli qilib AIlashtirib qilishyapti. Va yana bitta juda ham ko'p ko'riladigan AI nishalardan biri car, ya'ni mashinalar bilan aloqador, ularni test qilib, har xil holatlarda pachaqlab, yoqib, boshqa qilib qilsanglar bo'ladi. Va keyingisi o'sha bizga maslahat berayotgan ishi keksalar bilan bo'ladigan har xil pranklar, o'shalarni sun'iy intellekt yordamida hayotda mavjud bo'lmagan insonlarni yasab turib bemalol qilsanglar bo'ladi. Va o'sha yana hayotda mavjud bo'lmagan
bolalarni har xil raqslarda yig'latib, har xil holatlarga qo'yib, siz AI orqali daromad qilsangiz bo'ladi. Bu 2026-yilda aktual bo'lib turgan mana shu 9 ta sun'iy intellekt YouTube nishasi hisoblanadi. Va 3-modul endi sun'iy intellektlar. Endi hozir bugungi kunga kelib juda ham ko'p sun'iy intellektlar ko'payib ketdi. Endi YouTube uchun ularni qaysilari kerak? Mana shu joyda bemalol sizlarga tanishtirib o'taman va ular nima qilishini ham sizga aytib ketaman. Va bu sun'iy intellektlarni siz mukammal o'rganadigan bo'lsangiz, siz o'zingiz o'sha maqsad qilgan daromadlarga erishishingiz juda ham yaqin bo'ladi. Qarang, diqqat qiling. ChatGPTni o'rganishimiz kerak, sababi biza aynan g'oyalar topishda, promptlar yozishda ChatGPT bizga juda ham asqotadi. Va promptlarni rasmga aylantirishda ideogram sun'iy intellekti bizga kerak bo'ladi. Va rasmlarni video generatsiya qilish uchun Klingay bizga yordam beradi. Va biza videolarimizga avtorskiy tushmaydigan, jalba tushmaydigan video musiqalar qilish uchun sun'iy intellektdan foydalanamiz. Va Eleven Labs orqali har xil ovozlarni, o'zbek tilidagi ovozlarni, misol uchun matn qilib turib, ingliz tiliga tarjima qilib, Eleven Labs orqali gapirtirsak bo'ladi, xuddi realniydek chiqadi. Va Gemini bu mukammal programma hisoblanadi, AI hisoblanadi va o'sha bir vaqtning o'zida ham tekst bilan, ham rasm bilan generatsiya qilishi mumkin. Va Cloud hozirgi kunda misol uchun juda ham mukammal AIlardan biri hisoblanadi. Ya'ni sizni o'rningizga ishlab beradigan, sizni o'rningizga hamma narsani boshqaradigan sun'iy intellekt. Buni ham o'rganishni tavsiya qilaman. Va Sedansa hozirgi kunda juda ham mukammal video tayyorlaydigan bitta produkt sifatida dunyo tan olyapti va aynan bu yerda action, janglar sahnalari yoki aniqlik, o'sha har bir AI harakatlarida aniqlik va tiniqlikni va realistiklikni faqat Sedansa chiqarib bera oladi. Xo'p, sizlarga tavsiya qilayotgan mana shu 8 ta sun'iy intellektga bemalol o'rganib, siz o'zingizni YouTube akkauntingizda shularni ishlatadigan bo'lsangiz, sizni oldingizga tushadigan odam bo'lmaydi, xudo xolisa. Xo'p, davom etamiz. 4-modul bu to'g'ri kontent tayyorlash. Endi siz to'g'ri kontent tayyorlashni o'rganishingiz kerak. Bu kontentni to'g'ri tayyorlash uchun sizga kerak bo'lgan instrumentlar. Agar siz telefonda ishlaydigan bo'lsangiz, CapCut bilan Pixel Lab'ni tavsiya qilaman. CapCut sizga videolarni juda ham oson montaj qilishda va juda ham oddiy o'sha bazalar bilan ishlashda yordam beradi. Pixel Lab esa sizga juda ham o'sha prosmotringizni oshirib beradigan prevyular qilishda juda ham asqotadi. Va ikkinchi qatordagilar bu kompyuter qurilma nimalar bazalari, dasturlar hisoblanadi. Birinchisi Mavivi, juda ham misol uchun arzon kompyuteringiz bo'ladigan bo'lsa, notebook, sal 2-3 yil oldin qilingan arzon kompyuterlar, ya'ni Mavivi dasturi orqali montaj qilishni o'rganasiz va bu yerda Premiere Pro sal kuchliroq bo'lgan qatlam uchun bu endi kuchli kompyuteringizda Premiere Pro orqali montaj qilsangiz bo'ladi. Endi mana bu Photoshop hisoblanadi. Photoshop bu dizayn ishlarida, ya'ni prevyular qilishingizda sizga yordam beradi. Keyin After Effect hozirgi kunda sizga o'sha aynan biza buni ishlatamiz. Coffin videolar qilishda yoki baza danlikni ishlatishda biza bundan juda keng foydalanamiz va o'zimiz kurslarda mana After Effect bo'yicha ham buni biza o'rgatamiz. Va OBS boya tushuntirib o'tib ketdim. OBS dasturi aynan bu jonli efir qilishingizda, mana YouTube'da jonli efir yoqib qo'yamiz deydik. O'sha jonli efirlarni yoqishda va YouTube kanalida va qo'shimchasiga videolar yozib, videolarni montaj qilishda, o'sha ekranni yozib olishda mana shu OBS dasturidan foydalanadi. Va Blenderni boya aytib o'tdim, o'sha aynan siz modlarni o'zingiz yasayotganda aynan Blender dasturi orqali yasaysiz va mana shu narsa. Biza kurslarimizda mana shu 4-modulda to'liq mana shu dasturlarga qisman kirib o'rgatib ketamiz. Ya'ni to'liq ochiq o'rgatilmaydi. Sababi bu har bitta dastur alohida kurs hisoblanadi. Mukammal o'rganish uchun ularni alohida kursdan sotib olishingiz kerak. Bizada aynan YouTuberlar ishlatadigan joylarnigina ko'rsatib ketamiz. Xo'p, davom etamiz. 5-modul. To'g'ri kontent tayyorlash. To'g'ri kontent tayyorlash uchun siz o'sha 5-modul YouTube Studioni o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, YouTube Studioda siz mana bu 10 ta
bo'limni chuqur o'rganib chiqishingiz kerak. YouTube Studio deydigan bo'lsangiz, o'sha YouTube Studioga kirasiz, hamma video yuklashga kiradi. Telefondagi YouTube Studio emas, Google Chrome'dagi YouTube Studio. Qaranglar, bu yerda qanaqa bo'limlar bor? Asosiy bo'lim bor. Asosiy bo'lim nimalardan tashkil topgan? Uni tushunib chiqishingiz kerak. Content bo'limini o'rganib chiqishingiz kerak. Statistikalar bilan ishlashni o'rganishingiz kerak. Hamjamiyat qoidalari bilan, tillar bilan. Tillar juda ham muhim, yangi qo'shildi. Siz o'zbek tilida video qiladigan bo'lsangiz, uni ingliz tilida tarjima qilib qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun siz Mr. Beast yoki katta blogerlarning videosini ko'rsangiz, qo'shimcha tillarga tarjima qilingan bo'ladi videosi. Aynan tillar bo'limi orqali shu narsani qilsa bo'ladi. Kontentlarni aniqlash, monetizatsiyani boshqarish, ya'ni dizaynlarni qayerdan o'zgartiradi mana shu bo'limni va audio kutubxona, o'sha g'alaba tushmaydigan musiqalarni oladigan joy va umumiy sozlanmalarni ham to'g'ridan to'g'ri siz mana shu YouTube Studio modulida ko'rib olishingiz kerak bo'ladi. Bularni ham o'rganib chiqishingiz kerak. Va 6-modulda YouTube kanalini sozlash. Endi bu naq 19 ta ketma-ketlik darslardan iborat. Juda nima desam ekan, seryozni narsa. Biz YouTube kanal ochib beramiz desak, sizlarda qimmat ekan, unaqa ekan. Yo'q, YouTube kanal ochayotganda ko'rayotganinglardek 19 ta holatni sozlab chiqish kerak. Endi aytmoqchi bo'lganim, agar siz mana shu ketma-ketlik uchun o'zingiz qilaman desangiz o'zingiz qilasiz yoki to'liq qilib kanal ochtirsangiz bo'ladi. Bizda mana shu ketma-ketlikni 6-modulda kurslarda o'rgatamiz. Va 7-modul SEO va algoritm. Endi bu yerga juda ham kiramiz YouTube'ga. Bu mavzularni siz o'rganishga majbursiz. Agar YouTube'da kattaroq daromad qilaman desangiz. Demak, men sanab o'taman. YouTube va algoritm qanday ishlashini tushunib olishingiz kerak. CTR nima va recession tushunchasi va YouTube SEO asoslari, kalit so'zlar, keywordlarni to'g'ri qo'yish va uni qay vaqtda ishlatish, qay vaqtda almashtirib turish ham juda ham muhim. Title yozish strategiyasi, ya'ni videoning nomi. Har bitta videongiz nomi o'sha sizni millionlagan prosmotringizni olib chiqishga yordam beradi va aynan qaysi nomlarni qo'ysak ko'proq prosmotr oladi. Qaysi nomni qo'ymasligimiz kerak. Qanaqa so'zlarni biza video nomiga ishlatmasligimiz kerak. Bu juda ham muhim. Va thumbnail psixologiyasi va CTR oshirish. Aynan CTR degan tushuncha bor. Ya'ni CTR sizni videongizni previewsini ko'rib nechta odam bosdi. Aynan o'shalarni oshirish bo'yicha ma'lumotlarni bilib olishingiz kerak. Tavsiflar, ya'ni hashtag, opисаниялар ham o'sha rekomendatsiya uchun juda katta rol o'ynaydi. Video ichidagi recessionni oshirish, ya'ni video qo'yasiz, video ichida aynan qaysi daqiqada qanaqa green screen ishlatish. Men juda ko'p odamlarni ko'raman, videolarni menga tashlab berishadi, green screenlarni ham xato ishlatishadi. Kerakli ovozlar, misol uchun qayerda qanaqa ovoz ishlatish kerak, qayerda obuna bo'lish green screen ishlatish kerak, qayerda misol uchun kesish kerak, qayerda to'xtatib huquq qilish kerak, qayerda tanaffus qilish kerak. Hammasini, misol uchun o'zini ilmini olib chiqish kerak bo'ladi. Video ichidagi recession mana shunga kiradi. Va 9-chi YouTube'da videoni qanday trendga chiqarish. Endi bu juda ham katta mavzu. YouTube'da qanaqa qilib trendga chiqarish. Avvalambor nimalar trendda bo'layotganini aniqlab olishingiz kerak. Buni uslubi haqida oldin ham juda ko'p gapirganman. Hozir yana aytib ketaman. O'zingiz tanlagan yo'nalish bo'yicha 5 ta kanalga obuna bo'lib qo'yasiz va o'sha 5 ta kanalni kuzatasiz va e'tibor beringlar, o'sha 5 ta kanalning obunachisi 10 mingdan 50 mingga orasi bo'lishi kerak. Bizga juda ko'p auditoriyaga ega bo'lgan kanallarni kuzatish kerak emas yoki yangi ochilgan kanallarni kuzatish tavsiya qilinmaydi. Mana shu analiz orqali siz mana shunday katta natijalarga erishsangiz bo'ladi. Shorts va long videolar algoritm farqi. Mana shu joyda hozirgi kunda juda ko'pchilik xato qilyapti. Long formatda video olib yuradi, shorts yuklaveradi yoki aralashtirib yuklaveradi. Yo'q, umuman bu narsadan voz keching. Agar siz shorts nisha qilayotgan bo'lsangiz, hech qachon katta video yuklamang. Sababi baribir ko'rilmaydi. Sababi shortsning algoritmi boshqa. Longning algoritmi boshqa. Siz buni tushunib olishingiz kerak. U qanaqa ishlashini tushunib olishingiz kerak. Siz aralashtirib, qurlashtirib yursangiz, bu to'g'ri kelmaydi. Long video, katta video qilib yurganlarga ko'pchilikka ba'zi mutaxassislar maslahat beradi. Shorts yuklayavering deydi. Maslahat, u shorts sizni kanalingizga o'sha joyda o'ldiradi. Bunaqa qilmaydi. Va birinchi 24 soat strategiyasi bu juda ham muhim narsa. Aynan sizni videolaringiz 24 soat ichida qay darajada prosmotr olishi o'zi aniq bo'ladi.
va video joylash vaqti va rejalashtirib yuklash. Video joylashi vaqtlari haqida ham juda ko'p videolar chiqarganman. YouTube'da ham tekin videolar chiqarganman. Boshlanishiga standart vremyalarda yuklab turasiz. O'sha 15:00, 19:00 da O'zbekiston vaqti bilan va keyinchalik siz videolaringizni o'zingizni auditoriyangiz ko'rish boshlagandan keyin auditoriyaga moslab qo'yib ketishingiz kerak bo'ladi. Va albatta siz misol uchun qayerdadir davlat ishida yoki xususiy tashkilot ishlaydigan bo'lsangiz korxonada sizni video yuklaydigan vaqtingiz bo'lmay qoladi va tavsiya qilamiz bir kunlik videoni oldindan yuklab qo'yishni. Va bu eng to'g'ri narsa hisoblanadi. Endi bu yerda tavsiya qilinmaydi. Bir hafta, bir oylikni yuklab qo'yish, shu 1-2 kunni oldindan yuklab qo'yib, sal oldinroqda yurishni tavsiya qilamiz. Va 13-bo'lim playlist va kanal strukturasi orqali SEOni sozlash. Endi playlist degan bo'lim bor. Aynan o'sha playlistdagi videolaringiz rekomendatsiyaga chiqib ketadigan bo'lsa, sizda har bitta videongiz million prosmotrga erishadi. Aynan playlistni rekomendatsiyaga chiqarish bo'yicha ham siz aynan o'sha 7-modulda o'rganib chiqishingiz kerak. Va raqobatchilarni analiz qilish orqali o'sish. Boya ozgina kirib o'tdim. 5 ta raqobatchi analiz qilish, lekin raqobatchilarni analiz qilish misol uchun o'zini programmalari bor. Aynan mana shu dasturlar qanaqa ishlaydi va ularda qaysi joylarga e'tibor berish kerak, analizda qanaqa programmalar ishlatish kerak haqida bizda 14-darsda. Va 15-si xatolar, video chiqmayotganligining sabablari. Endi bu o'sha videoz rekomendatsiyaga chiqmayotgan sabablarni o'rganish, har bitta videoingizni o'zingiz baholab, nima xato qilayotganingizni misol uchun bitta videoz 1000 ta prosmotr oldi, keyingisi 500 ta oldi. Nimaga 500 ta olganini sababini aniqlashni o'rganib olishingiz kerak bo'ladi. Va keyingi modul 8-modul YouTube'dagi muammolar. Endi YouTube'ni boshlaganlarni kelajagiga nuqta qo'yib yuboradigan muammolarni sanab beraman. Demak, diqqat qilinglar. Apellyatsiya video tayyorlash. Juda ko'pchilik kanalni monetizatsiyaga yo'qotganda apellyatsiya tushadi. Bu hamma yo'nalishda tushadi. BMG Drive'da ham tushadi, GTA'da ham tushadi. Misol uchun apellyatsiya video Robloxda ham tushadi, Minecraftda ham, boshqa telefon nishalarda ham, AI nishalarda ham apellyatsiya video tushadi. Apellyatsiya video degani siz o'sha videoni o'zingiz montaj qilganingizni isbotlab berishingiz kerak xolos. Bo'ldi. Mana shu videoda misol uchun telefonda qilayotgan bo'lsangiz, telefonda montaj qilib o'tirasiz. Bu yerda sizni boshqa inson videoga olib turadi. Siz rus tilida va ingliz tilida qanaqa ishlab qilayotganingizni aytib tursangiz, shuni o'zi yetadi. Va albatta apellyatsiya videosini boshidagi 5 sekund ichida kanal linkini ko'rsatib ketishingiz kerak. Qaysi kanallar haqida gapirayotganingiz. Va men shunaqa biza yechim qildik. Hozirgi kunda umuman apellyatsiya tushmaydigan yo'li ham bor kanalga. Buni ham biz o'rgatib ketyapmiz. Kanal o'chib ketishi. Endi mana shu kanal o'chishi, apellyatsiya video tayyorlash va monetizatsiyani o'chib qolishini yechimini topdik va bu yechimni biz juda ko'p kanallarda, juda ko'p shogirdlarda ishlatib ko'rdik va 90% dan oshiq holatlarda hech kimning kanali o'chib ketmayapti, hech kimda monetizatsiya o'chib qolayotgani yo'q, hech kimga apellyatsiya tushayotgani yo'q. Mana shu narsani agar biz to'g'ri qiladigan bo'lsak, hammasi ajoyib bo'ladi. Va kanal tarixini yoqish, bu ham o'sha biz buni yechimini topganmiz. Biz buni 8-modulda o'sha o'zimiz kursdagilar o'rgatib ketamiz. Strike yuborish, endi sizning videongizni kimdir olib ishlatayotgan bo'lsa, qanaqa tartibda strike yuborish kerak, o'zingizga zararingiz tegmaydigan holatda. Endi kimgadir strike tashlayotgan degan jalba, sizning videongizni ishlatganingiz to'g'risida jalba tashlayotganingizda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan joylar va noto'g'ri ma'lumot to'ldirish orqali o'zingizni ham kanalingiz o'chib ketishi mumkin. O'shaning uchun strike tashlashning ham o'zining san'ati bor. Va strike'ni qaytarish. Endi kimdir sizga strike tashladi, kimdir videosini olib qo'yuvdingiz. Endi o'sha strike'ni yo'qotish, ya'ni qayta ariza tashlab yo'qotsa bo'ladi. 7-chi mualliflik huquqini olib tashlash. Endi sizning videolaringizda videoni ishlatib yurganingizda muammo bo'lmaydi, keyin million prosmotr olib ketganda mualliflik huquqi deb mana shoh chiqib qoladi. Ya'ni u daromadingizga 50 kelli sherik bo'lib turadi. O'shanaqa paytda qayerdan sozlab turib o'sha pulni to'g'rilab olish va IP adresni muammosini hal qilish. Biz buni juda ko'p analizlar qilib texnik sabablarni o'rganib chiqdik va
IP adresi ham hozirgi kunda ajoyib yechim qilganmiz. Men sizlarga bu yechimlardan bittasini aytib ketaman. Agar siz telefoningiz yoki kompyuteringiz IP'si zararlangan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, albatta buni tekshirtirib oling. Mutaxassislarga aniq zararlangan bo'lsa, siz quyidagi ishni qiladigan bo'lsangiz, sizda muammo bo'lmaydi. Birinchi navbatda yangi telefon sotib olasiz. Yangi, qattandir eski sotib olmang. Misol uchun, mana shu telefonni, ajib telefonni 600 ming so'm, 700 ming so'mga o'zimdan zakaz qilganman. Hozir bunda meni eng asosiy kanallarim turadi va buni o'ziga boshqa sim karta sotib olganman. Sim kartani qo'yasiz, hech qachon buni uyni Wi-Fi'ga yoki boshqa bir Wi-Fi'ga ulamaysiz. O'zidan men nima qilaman? Buni o'ziga Telegramdan kompyuterda montaj qilaman videoni. Misol uchun Garry's Mod o'ynayman deb kompyuterda montaj qilib, Telegramga tashlab, Telegramdan sketchat qilib, telefonning internetida, o'zini sim karta internetida sketchat qilib, o'zidan yuklayman va menda hech qachon muammo bo'lmaydi va men 2 ta 3 ta kanalga bitta telefon ishlataman. Sizlarga ham mana shu narsani maslahat va boshqa IP adresini zararlashdan hal qilish usullari juda ham ko'p. Men sizlarga hozir bittasini aytib ketdim. Va 9-modul endi monetizatsiya bo'limi, ya'ni soqqa joyga keldik. 9-modulda ya'ni siz o'rganishingiz kerak bo'lgan narsalar monetizatsiya va AdSense sozlanmalari. Monetizatsiyani to'g'ri yoqish bu juda ham muhim. AQSh uchun soliq ma'lumotlarini to'ldirish. Agar siz AQSh uchun soliq ma'lumotlarini to'ldirmasangiz, juda ko'pchilik to'ldirmas ekan, e'tibor ham bermas ekan, $1000 ishlaydigan bo'lsangiz, $300 o'shada qoladi. Men ham boshida YouTube endi boshlaganda buni bilmaganman. Meni pulim o'sha yerda qolib yurgan. Keyin buni sozlab qo'ygandan keyin menda hozir muammo yo'q. Va uchinchisi O'zbekiston uchun soliqlarning ma'lumotlarini to'ldirish. Agar siz O'zbekiston uchun soliq ma'lumotlarini to'ldirmasangiz, O'zbekistonda ham 12% soliqqa tortilasiz. Agar siz 1% O'zbekistonda soliqqa to'lash xohlaydigan bo'lsangiz, o'zingiz band qilgan shaxslar ro'yxatdan o'tib, qonuniy faoliyat olib borishingiz kerak bo'ladi. AQShdan kod chaqirtirish va kiritish. 1 yil davomida kodi kelmasdan yurganlar bor. Sababi boshida noto'g'ri to'ldirib qo'ygan va hozirgi kungacha o'sha kod kelmasdan, pulini yecha olmasdan yuribdi. Bu degani kod 6 xonali kod keladi. Mana shu kod kelmasa, siz pulingizni yecha olmaysiz. Pul yig'ilib yotaveradi, keyinchalik monetizatsiya ham o'chib qoladi va bu kod nima desangiz, sizni haqiqatdan inson ekanligingizni, qayerda yashashingizni bilib olish uchun bu narsani qilishadi. Ya'ni O'zbekistonda nechta monetizatsiya yoqqan odam bor yoki boshqa joyda nechta borligini sanash uchun qilishadi. Pasport ma'lumotlarini tasdiqlash. Endi bu ham juda ham muhim narsa. Siz pasport ma'lumotlarini tasdiqlab qo'yadigan bo'lsangiz, sizda pullaringizni yechib olishda muammolar bo'lmaydi. Va 6-inchisi Swift ma'lumotlarini to'g'ri kiritish. Agar Swift ma'lumotlarini to'g'ri kiritmaydigan bo'lsangiz, siz ishlab topgan pulingiz muzlab qolishi yoki YouTube'ning o'zi qaytarib olishi, Google'ning o'zi yoki umuman olganda boshqa odamga ketib qolishi mumkin. Bu narsani to'g'rilab qo'yish kerak. AdSense'ni to'g'ri ochish. Endi hozirgi kunda juda ko'p muammo bo'layotgan narsa, telefon AdSense ochayotganda telefon raqam qabul qilmaydi. Juda ko'p bizga kelishadi mana shu yechim bo'yicha. Buni yechimini sizlarga aytib ketaman. Boshqa Gmail orqali AdSense ochasizlar. Ya'ni AdSense, ya'ni YouTube'ni pul turadigan joy alohida Gmailda, YouTube kanali alohida Gmailda turadi. Bu eng to'g'ri yechim. Sababi boshida siz AdSense'ni o'sha kanalni to'g'ri ochmagan bo'lsangiz, AdSense'ga kelganda telefon raqam qabul qilmaydi va bu sizni daromadingiz yana ham cho'zilib ketishiga sabab bo'ladi. Siz professional YouTuber bo'lish xohlasangiz, hech kimga, misol uchun hech kimga nima deydi, qaram bo'lish xohlamasangiz, mana shu narsalarni o'zingiz qilishni o'rganib olishingiz kerak. Va 10-modul monetizatsiya va AdSense. Endi daromadni oshirish 10-modul. AQSh va Yevropada auditoriyaga, AQSh va Yevropa auditoriyasiga chiqish. Mana endi siz daromadingizni 2x ga oshirmoqchisiz. Nima qilasiz? AQSh va Yevropa auditoriyasiga chiqishi ilmini olishingiz kerak. Long videolar orqali daromadni oshirish. Bu haqida juda ko'p gapirganman. Reklamalarni har minutga qo'yib yuborish kerak. 8 minutdan oshiq bo'ladigan bo'lsa, sizning videongiz daromadingiz yuqoriroq bo'ladi. Shorts orqali trafik olib kelib, longga o'tib ketish. Ya'ni siz endi boshlayotganingizda shorts videolar orqali bosib auditoriya yig'asiz. Misol uchun 5000, 10000, 100000 auditoriya yig'ib turib, o'sha kanalda katta videoga o'tib ketadigan bo'lsangiz, misol 100000 auditoriyangiz bor, shortsda yig'dingiz, endi longga o'tdingiz, shortsdan turaveradi, longga o'tganingizdan, katta videoga o'tganingizdan prosmotr oshib mana shunaqa 0 bo'lmasdan normalniy bo'lib ketadi.
YouTube'dan tashqari trafik chiqarish. Bu haqida ham men hech qayerda video ko'rmaganman, lekin men sizlarga hozir aytib ketaman. YouTube'dan tashqarida trafik chaqirish degani, misol uchun TikTok platformasi yoki boshqa saytlar orqali sizni YouTube kanalingizni o'sha joyda ham rekomendatsiya qilish. Misol uchun TikTokda juda ko'p odam o'tiradi. Siz albatta YouTube kanalingizni yo'nalishda TikTok kanal ochishingiz kerak. Agar bo'lib ham AI bo'lsa. O'sha joyda TikTokda videolaringizni joylab borasiz, shorts qilib va kanal tagida YouTube kanalingizni chiqarib qo'ysangiz bo'ladi. O'sha orqali o'tdan ham trafik YouTube kanaliga o'tadi. Buni sizga hech kim aytmagan. Xo'p, boshqa saytlar bor, qo'shimcha saytlar va bu 4-chi qolib ketdi. Viral videoni maksimal monetizatsiya qilish. Endi sizni videongiz rekomendatsiyaga chiqib ketganda, pul ishlab turganda unga qanaqa munosabat qilish kerak? Ya'ni viral bo'lib prosmotr oshib yotgan videoni reklamalar tiqmasdan iloji boricha ko'p prosmotr olayotgan videongizdan bir yoki ikkita reklama qo'yib qo'yish tavsiya qilaman. Sababi odamlar uni ko'p ko'rish kerak. Odamlarning joniga tegib chiqib ketmasligi kerak. O'shanda reklama qo'yish qoidalari bor. Eng ko'p prosmotr olib turgan videoga hozir ko'pchilik juda ko'p reklama qo'yib yuboradi va u prosmotr o'sishiga nuqta qo'yadi. Prosmotr olib keladi, pul ishlab birdan tushib ketgani o'shandan bo'ladi. Reklamani to'g'ri sozlamasanglar mana shunaqa muammo bo'ladi. Va affiliate marketing haqida ham juda umuman video yo'q. Buni ham o'rganib chiqishingiz kerak. Affiliate marketing kimdir sizga link beradi, o'sha link orqali kimdir o'tib nimadir sotib olsa sizga foiz beradi. O'shanaqa narsa. Va sponsorlik olish va brendlar bilan ishlash. Hozir O'zbekistonda shaxsiy brend juda ham rivojlanib ketyapti. Tez orada O'zbekistondagi monetizatsiya yonadigan bo'lsa, siz o'zbek tilida kontent qilib sponsorlik, ya'ni sponsor mijozlar reklama datellar olib turib yoki brendlar bilan kollaboratsiya qilib juda katta daromad qilsangiz bo'ladi. Instagramda qilishadi buni. O'z mahsulotingizni sotish, kurs yoki xizmat. Misol uchun men o'zimning YouTube sahifamda xizmat va kurslarimni sotaman va bu orqali yaxshigina daromad qilaman. Siz ham misol uchun buni ilmini olishingiz kerak. Qanaqa qilsam men ham kurs sota olaman, qanaqa qilsam men ham xizmat sota olaman degan narsa. Va 9-inchisi bir nechta kanallar orqali daromadni ko'paytirish. Endi bir vaqtning o'zida ko'p kanallar qilishni ham ilmi bor. Ko'pchilik qila olmaydi. Bir vaqtning o'zida 5-6 ta kanal, lekin buni ham qanday qilish to'g'risida aniq ko'rsatmalar bor. Demak, bu 10 ta modul 150 ga yaqin darslarni sizga 30 minut ichida tushuntirib bera olmayman. Hozir deyarli misol uchun biza 1 soat bo'ldi. Men sizlarga buni tushuntirib o'tib keta olmayman. Sababi bu har bittasi 150 ta dars bu. Har bittasi 10 minut, 15 minut, yarim soatlik darslar. Men sizga uni 1 soat, yarim soatda tushuntirib bera olmayman. YouTube Secret dasturini sizlarga tavsiya qilishim mumkin. Men o'zim ishlab chiqqan YouTube Secret dasturida mana shu 10 ta modulli 150 ta darslarni sifatli qilib yozib chiqqanmiz va sizlarga buni biz tavsiya qilamiz. Agar xohlasanglar bizani kurslarda o'qib, mana shu dasturda o'qib chiqib 2 oy ichida 10 ta modulni professional o'rganib, o'zingizlarning YouTube'dagi karyeralarni davom ettirishinglar yoki boshlashinglar mumkin bo'ladi. Bu dasturda kimlar bo'ladi? Ya'ni bu dastur kimlar uchun? Demak, YouTuberlar uchun YouTube'dan daromadingizni doimiyga aylantirasiz va 2-3x ga oshirasiz. Agar siz YouTube'da aytaylik 100-200 topib yurgan bo'lsangiz, bu dasturni o'rganib chiqib, mana shu 10 ta modulni o'rganib chiqib, siz bemalol buni doimiy ishga aylantirishingiz mumkin va daromadingizni 2-3x ga oshirib olsangiz bo'ladi bu dastur orqali. Va bu dastur orqali yangilarga ham to'g'ri keladi. Umuman YouTube'da ishlamagansiz oldin, hech qanaqa ish qilmagansiz, YouTube'da nolsiz, YouTube'da noldan daromad kelishga kerak bo'lgan barcha bilimlarni mana shu dastur orqali egallasangiz bo'ladi. Va qo'shimcha ish qidirayotganlar uchun, misol uchun davlat ishida ishlaysiz yoki qanaqadir korxonada ishlaysiz, ishingizdan ketkingiz kelmayapti, ishingiz o'zi yoqadi, lekin daromadi, oyligingiz kam. Qo'shimcha ish kerak. Men buni olib turib YouTube'ning asosiy ishingizga qo'shimcha ish sifatida daromad manbaiga aylantirasiz. Aynan bu dastur mana shu insonlar uchun to'g'ri keladi. Va dastur davomida quyidagi ko'nikmalarga ega bo'lasiz. Ya'ni bu dasturni o'qib chiqqandan keyin siz dasturdan keyin bemalol mukammal YouTube kanal ocha olasiz. Ya'ni o'zingiz mustaqil professional kanal ochib yurita olasiz. Hech kimga pul to'lab ochtirib yurmaysiz. Va dastur davomida YouTube kanallarni monetga ulashingiz mumkin. Ya'ni siz mana shu 2 oylik dastur davomida YouTube kanal ochib, uni monetizatsiyagacha olib borishingiz mumkin bo'ladi. Daromadni qanday qilib
$500 dan $10,000 chiqarishni o'rganib olasiz. YouTube kanalingizni muammolarni mustaqil bartaraf qilishni o'rganasiz. Endi bilaman, ko'pchilik YouTube kanallarni kimgadir berishda ishonchsizlik qiladi. Endi siz agar mana bu dasturda qatnashadigan bo'lsangiz, hamma muammoni o'zingiz hal qila olasiz. Kimgadir pul to'lab, qildirib, uni navbatini kutib o'tirish kerak emas. Zamonaviy montaj dasturlarini ishlatishni o'rganasiz. Eng so'nggi sun'iy intellektlarni qanday ishlatish va YouTube ga qo'llashni o'rganib olasiz bu dasturda. Va o'quvchilarim, bugungi kungacha 3000 dan ziyod insonni katta daromadga olib chiqdim. Aynan mana shu o'quv dasturim orqali. Aynan sizni ham mana shu dasturga qatnashish imkoniyatingiz bor. Dastur ichida nimalar bo'ladi? Qaranglar, 10 ta modul 150 ga yaqin darsliklar. 10 ta modul 150 ga yaqin darslar. Men sanab o'tgan modullar va har bitta mavzusi alohida darslik bemalol ko'rsanglar bo'ladi. 150 ga yaqin darslarni sizlarga taqdim etamiz. 2 oy davomida darslar maxsus yopiq platformada bo'ladi. Ya'ni bu maxsus platformada siz videoni bitta videoni ko'rgandan keyin ikkinchisi ochiladi, ikkinchidan keyin uchinchi va har o'sha hafta yangi modulga dostуп beriladi. Birgina telefon raqamingiz orqali ro'yxatda o'tib qo'yasiz, xohlagan joyingizda, xohlagan paytda ko'raverasiz. Aynan misol uchun bu Telegram emas, yopiq saytda bo'lib o'tadi, veb-sayt Meta'da va o'sha joyda qilishingiz mumkin bo'ladi. Va siz o'sha 150 ta videoni ko'rayotganda, har bitta videoni boshidan oxirigacha ko'rib, zadaniyani bajarganingizga 1 balldan yig'ib borasiz va sizni mana shu dastur davomida xulq-atvoringizga 20 ball qo'yiladi va kanal yuritayotganingizda har kun mo'tadil video qo'yayotganingizga 30 ball qo'yiladi va umumiy hisobda siz dastur boshidan oxirigacha 200 ball to'plashingiz kerak bo'ladi. Agar siz o'sha 200 ballni misol uchun 180 dan ko'proq ball yig'adigan bo'lsangiz, sizga biz maxsus sertifikat beramiz. Sertifikat voucherimiz $710lik xizmat paketi hisoblanadi. Va qo'shimchasiga birga bir mentorlar bilan savol-javoblar. Endi bu dastur ichida malakali mentorlar bor. Mentorlar aynan YouTube'dan katta daromad topayotgan insonlar siz bilan birga bir ishlaydi. Va men o'zim bilan Zoom uchrashuvlar bor. Har haftada bir marta, 10 kunda bir marta bo'ladi. Dasturdagi bo'limlarga qarab. 6 oy davomida sizni support yordami bilan ta'minlaymiz. Ya'ni siz modulni 2 oy o'qib tugatasiz, undan keyin 4 oy davomida siz amaliyotda o'zingiz o'rganganlaringizni amalga oshirasiz va shu davr mobaynida qanaqadir savolinglar bo'ladigan bo'lsa, supportga yozib yordam olsanglar bo'ladi. Umumiy hisobda 6 oy davomida sizni yoningizda ko'maklashib, yordam berib turamiz. Xo'p, umuman olganda mentorlar kim? Mentorlar bilan tanishtirib o'taman. Bu men Bayram Bekirkinov, asosiy katta mentor va men har bitta mana shu dasturga qo'shilganlarni nazoratga olaman va o'sha Meta dasturi orqali glavniyda kuzatib boraman. Sizni qay darajada o'qiyotganingizni, baholaringiz qanaqa bo'layotganini va bu yerda siz bilan birga bir ishlaydigan, sizni kanallaringizni analiz qilib turadigan mentorlar Tohirjon Jo'rabek va Zafarбек. Bular YouTube bo'yicha 3-4 yillik o'sha tajribaga ega va o'zlari YouTubedan yaxshigina daromad qilayotgan bolalar. Ya'ni biz ko'chadan kimdir olib kelib turib, sen mentorsan demaymiz. Bular o'sha o'zini ishini mutaxassislari va bugungi kungacha mana biz bilan 3 yil davomida o'sha 3000 dan ziyod insonni birgalikda o'qitib katta natijaga olib chiqqanmiz. Va shu insonlar sizlarga birga bir mentorlik qiladi, xudo xolasa. Xo'p, dastur 3 xil formatda bo'ladi. To'g'risini aytaman, unaqa arzon emas yoki qanaqa tekin emas. Ko'rayotgan narsalar juda mukammal tuzilgan kurs hisoblanadi va bu formatga biz endi o'tamiz. Bugungi kungacha bunaqa formatda katta kurs taqdim qilmaganmiz va bizda 3 xil tarif bor: standart, premium va VIP tariflar. Endi siz mana shu standart, premium, VIP tarif va bu tariflar ichida qaysi modullar bo'ladi? Endi misol uchun standartda albatta 10 ta modul ham bo'lmaydi. Premium va VIPlarda o'sha modullar
soni va siz bilan ishlanishi vaqtiga qarab narxlar oshib boradi va siz to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, standart, premium, VIP tariflarni narxlari va ularda qanaqa modulda ishtirok etish to'g'risida sizga to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, albatta biza to'g'ri kelgan odamni ovurmaymiz. Oldin men o'zim suhbatlashib ko'raman. Siz menga yozsangiz bo'ladi. Menga yozadigan bo'lsangiz, qo'l yetuvchi bot orqali men javob beraman. Quyidagi Telegramga xuddi sabachka qo'l yetuvchi bot deb yozadigan bo'lsangiz, mani Telegram botim chiqib keladi yoki mana bu rasmni skaner qiladigan bo'lsangiz ham mani to'g'ridan-to'g'ri Telegram botimga o'tkazadi. Va u joyga yozadigan bo'lsangiz, men siz bilan tez orada bog'lanib, sizga kerakli ma'lumotlarni beraman. Misol uchun qaysi tarifda qanaqa modullar bo'lishi, qanaqa narsalar berishimiz to'g'risida, hammasi to'g'risida Telegramda birga gaplashib olamiz. Sizlar bilan 1 soatdan oshiq mobaynida YouTube'da $0 dan $1000 gacha daromadga chiqish ilmini birgalikda o'rtoqlashib o'tdim va albatta, Xudo xolasa, agar bizani o'sha dasturga qo'shiladigan bo'lsanglar, 2 oy davomida sizlarga 150 dan oshiq darslar yordamida yana ham mukammal o'sha YouTuber qilishga sizlarga qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Bemalol yozinglar, sizlarni kutaman.